qaysi joydan uy olsa, ertaga yutqizib qo'ymayman. Misol Dubayda uy oladigan bo'lsangiz, siz ham men ham uy olaverman-da. Bitta olib o'sha yerda yashab ko'rgandan keyin tushunadi, hozir siz gapirsangiz, men gapirsam tushunishmaydi. Shuncha odam bitta joydan kirib chiqqandan keyin albatta u joy eskirib ketadi. Turkmaniston, Qirg'iziston, Tojikistonlardan juda ko'p odamlar kelyapti-da. Bu uy sohasiga ham ta'sir qilyaptimi bu bozor? Mayli dushmanlik qilayotgan bo'lsa qilayotgandir. Bo'ldi. Mayli shu jangda bu yutsin, tamom. Investorlarning puli deyapmiz-ku, o'zimizcha o'ylayapmiz shunaqa. Keyin ham shunaqa bo'lib qolmaydimi? Xitoy yaqin o'tgan yilda mana shu hisobiga juda katta kompaniyalari bankrot bo'ldi. Eng katta yo'qotish xatoyingiz nechi pulga tushgan? Bu yerda sen aldamasliging kerak, odamga yetishing kerak yoki ikkitasini ham olib kelib qo'ygin deyapman. Talab hal qiladi. Kimdir talab qilsa, shu narsa bozor o'zgaradi deb o'ylayman. Uni bitta odam o'zgartira olmaydi, to'g'ri. Ta'sir qilishi mumkin, lekin juda kichkina qism. Brauf Mebel. Ishonchli hamkor. Assalomu alaykum Bobur aka, xush kelibsiz, salomatmisiz? Biz siz bilan necha yildan beri qadrdonmiz, hamkormiz, qadriyatingizni quruvchi sifatida kamsonli quruvchilardan deb bilamiz. Shunga podkastimizga taklif qildik. Xush kelibsiz aka, o'zingiz haqingizda qisqacha aytib bersangiz. Alaykum assalom. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamasdan. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Aytganingizdek, bizning tanishishimiz ham qiziq bo'lgan. O'qishda tanishganmiz. Ya'ni kerakli joyda tanishganmiz. Bema'ni joyda emas. Ismim Bobur, familiyam Rozimatov, B Invest Development qurilish kompaniyasining asoschisi va rahbariman. Hozirgi kunda Toshkent shahrida faoliyat olib boryapmiz. 3 ta loyihamiz bor. Bittasini tugatyapmiz, ikkinchisi qurilish bosqichida, uchinchisini tez kunlarda boshlaymiz. Bobur aka, hozirgi kunda o'zi asosiy dolzarb zart masalalardan bittasi O'zbekiston rivojlanyapti, sanoat rivojlanyapti, shuga qurilishlar va mebel sohasi, juda ko'p sohalar rivojlanyapti. Baribir qurilish bu iqtisodiyot lokomotivi deyshadi-ku. O'sha shunaqa ketyapti. O'sha bo'yicha fikringiz nima? Qanaqa qilib mana hozir ko'pchiliklarda aldanib qolayotgan katta mashiniklar chiqyapti. Hamma sohada bor mashiniklar, lekin qurilish sohasida ham juda ko'plab katlavanga pul to'lab, yuvib qolib va ko'p odamlarni aldashiga sababchi bo'layotganlar bor. Nomini aytishimiz shart emas. Shular haqida deylik, bizani ko'rayotgan insonlarga nimalar deya olasiz, nima takliflar, qanaqa mashinik emasligini ajratib olish mumkin? O'zi qurilish boom davri shu 2016 dan keyin boshlandi. Qurilish boshlanib ketdi. Hamma shu qurilishga qiziqishni boshladi. Shu qatorda biz ham 2018-yil qurilishni boshlab bordik. Bu davrda hali O'zbekistonda qurilish bo'lmagandi va hammaga uy kerak edi. Shuning hisobiga bu nimaga bozorga hamma kirib ketdi. To'g'ri ham, noto'g'ri ham, fikri buzuq ham. Shu bilan orada chiqdi shunaqalar. Bu oldingi yil shu pandemiyadan keyin rosa ko'paydi mashinik quruvchilar. Yerni, mana shu yerni oldim deb bitta loyiha qilib, hujjatini to'g'rilamasdan ham sotib tashlaverdilar. Vaholanki u yerda unaqangi foydalana olmadi, hujjatini ham to'g'rilasha olmadi. Shuning hisobiga odamlar aldanib qoldi. Endi hozirgi kunda lekin buni davlat juda qattiq nazoratga oldi. Hozir shunaqangi elak bo'lyaptiki, kim o'tsa qoladi. Kimda jamoa bo'lsa, kimda finans bo'lsa, ya'ni shu ishni qila olishiga ko'zi yetsa qoladi. Endi bunga nimasiga e'tibor berish kerak desa, hozir mana hamma narsani shaffof qilyapti. Oldin qanaqa bo'lardi? Misol, hamma соглашенияларni, ya'ni roziliklarni quruvchi tashkilot borib, qog'oziga qo'l qo'ydirib olib kelardi. Uni original ham bo'lishi mumkin, kimdir original qilmasligi ham mumkin uni. Misol uchun. Hozir uni iloji yo'q. Hammasi shaffof bo'lgan va buni har bir odam tekshira oladi. Mijozlar misol. Qanaqa tekshira olamiz? Instrument berishimiz mumkinmi? Masalan, mani o'rtog'im mani kuni telefon qilyapti-da, "Men bunaqa uy joy olman, kadastri yo'q, qanaqa tekshirishman" dedi. "Men endi bilmayman" deb unga to'g'ri javob bera olmadim-da. Mana hozir bizlarni kuzatayotganlarga qanaqa tavsiya bera olasiz? Qanaqadir misol uchun sayti bormi buni yoki reytingning daftarchasi bormi? Uni saytini nomini hozir shaffof bir nima kommi shunaqa edi. Uni aniq yozib qo'yamiz nimasiga, описаниyaga. Shu saytga kirsangiz va o'sha saytga kirib turib xohlasangiz firmaning nomini yozasiz. U firmaning nima qurilishlari bo'lsa chiqib keladi. Yoki nomini bilmasangiz, qaysi lokatsiyada, misol, mana bitta joyni o'radi va shu joyda отдел продажа qo'yibdi, sotishni boshladi va aytayapti, mana shu yerda qurilish bo'ladi.
Sizga hujjat bermasa, siz nima qilishingiz mumkin? O'sha saytga kirib turib, o'sha lokatsiyada qurilish bo'lyaptimi, yo'qmi? Saytda o'zi ko'rsatadi. Ya'ni u yerda 3 xil nimada ko'rsatib beradi. Haqiqatdan qurilish bo'layotgan bo'lsa, ko'k rangdamidi shunaqa edi. Keyin agar qurilish to'xtatilgan bo'lsa, qora rangda, agar umuman hujjat o'tmagan bo'lsa, qizil rangdan, 3 xil rangda bergan. Shunaqa qilib kirib tekshirish mumkin. Ya'ni bu eng oddiy usuli. Hech qanaqa hujjat ola olmasa, o'sha qurilish kompaniyadan prosta shu saytga kirib, lokatsiyada shu joyda qurilishga ruxsat berilganmi, yo'qmi? Shuni bilish mumkin. Birinchisi shu shaffof saytidan, ikkinchisi yana qanaqa Ikkinchisi o'zidan talab qilsa, misol quruvchi kompaniya o'zidan talab qilsa, u kopiyalarni bersa, u yerda kopiya qog'ozni farshiv qilish mumkin, lekin QR kod turadi. QR kodga kirgan paytda u silka bilan o'sha original hujjatni bor yo'qligini o'sha saytdan ko'rsatib beradi. U ham shu qurilish saytidan, tasdiqlangan saytlardan ko'rsatib beradi. Ya'ni hozir osonlashtiryapti shu aldanmaslik uchun iste'molchilarning huquqini aynan shu qurilish sohasida himoya qilish uchun davlat mana shunaqangi shaffof qilib hamma hujjatlarni qilib beradi. Shuni eldan o'tyapti deysiz-ku, qanaqa qilib davlat uni eldan o'tkazyapti? Shu qiziq. Misol mana bunaqa. Sizni deylik bir noturar binongiz bor. Noturar binongiz bor. O'sha binoni misol dom qilmoqchisiz. Dom qilmoqchisiz. Nimada oldin mana bunaqa yo'ldan qilishardi quruvchilar. Noturar bino deb hujjat olib, keyin noturar bino deb hujjat olib, uni domni loyihasi bo'yicha qurib keladi, qaytadan keyin hujjatni to'g'rilab qo'yadi oxiriga kelganda. Rekonstruksiya qildim. Noturarni turarga o'tkazishardi. Mana shunaqa yo'ldan qilishardi. Hozir endi shuni davlat nima qilyapti? Boshidan shu joyda o'zi qurish mumkinmi, yo'qmi? Ya'ni game planda soglasiat qilinganmi, yo'qmi? Keyin sen agar shuni noturar binoga olgan bo'lsang, shu normalar bo'yicha qurishing kerak. Keyin uni turarga o'tkaza olmaysan. Noturarning normasi boshqacha, turarning normasi boshqacha. Ya'ni mana shu tekshiruv tizimini, ya'ni keyin loyihani shu boshidan oxirigacha o'zgarmasligini juda qattiq nazoratga olyapti. O'shaning uchun juda ko'p quruvchilar hozir zapretga tushganda, to'g'rimi? Shunaqa. Ko'pchiliklar. Xo'p, olgan odamlar nima qiladi endi hozir? Bitta nima keys aytaman, bizning misolimizda yangi mana shu Mirzo Ulug'bek rayonida boshlayotgan loyihamizda biza yerni olib qo'yganmiz, lekin hali qurish boshlamaganmiz. Hujjatini to'g'rilab yuribmiz hozir. Bizani tekshirib kelganda bitta firmaning balansida 2 ta yer bo'lgan. Bittasida hujjati bor, qurilish mana ketyapti hozir Yunusobodda. Ikkinchi loyihamizda o'sha yer olingan, shu firmaning balansiga, lekin hali qurilish boshlanmagan. Shuni hisobiga bizani daji mana shu hujjating yo'q deb narigini ham to'xtatib qo'ydi. Uni ham tekshirdi kelib. Keyin biz iltimos qilib, hammasini isbotlab berib, keyin ajrattirdik. O'sha narsa odamlarga uni ko'rsatyapti davlat. Mana bu tashkilotning hujjati yo'q deyapti. U elekdan o'tadigan joyi mana o'sha mijoz sizdan uy olmaydi. O'sha siz uy sota olmagandan keyin uyni qura olmaysiz. Shu bilan elekdan o'ta olmaysiz. Zo'r. Mana yana ko'ra o'rtog'im aytayotdi-da, Rakat mahalladan bitta katta loyiha deyapti. 3 ta uy olib qo'yganda, bir necha sent to'labdi. Yaxshi biznesmen bola, tadbirkor bola, lekin o'sha deylik konteynerga qo'yib qo'ygan, o'sha ofisga kirgan, hali u uylarni bizmas ekan. Ular pulni ola olmay, mashinnikligini bilgan, pulni ola olmay yuribdi. Bo'lmasam tekshirmadingmi, o'qimadingmi desa, men ham bilmadim deb tekshirmaslik bu odamning o'zini aybi bo'lyaptimi? Shunaqa. Har bir mijoz o'zi tekshirish kerak. Hozir chunki unga dopuskni berdi mana. Oldin qiyinroq edi. Ya'ni o'sha hujjat mana ana deydi yoki bir fake hujjat ko'rsatish mumkin, mana menda bor deb misol. Hozir endi shuni haqiqiy originalligini, o'sha sertifikati o'tganligini saytdan olsa bo'ladi o'sha. Nima deb o'ylaysiz? 5 yildan keyingi mashinnik quruvchilar qoladimi bozorda? Yo'q. Hozir o'sha yurgan quruvchilar bor-ku, dom qurib, mashina quruvchilar, mana bittagi o'sha gigant yoki o'sha nima deydi, original, ya'ni toza ishlaydigan quruvchilarni qo'liga ishchi bo'lib keladi. Ya'ni bular fasadini qilib bergani keladi, g'ishtini terib bergani keladi, keyin betonni qilib bergani keladi. Ya'ni genpodratyik bo'lib, bularga o'sha ishni bo'lib beradigan, ya'ni siz agar toza ishlasangiz shunaqa kompaniyaga aylanasiz, mana fake yurganlar baribir ish qilish kerak-ku ular.
qurilish qilishgan. Lekin dom qurilishi qiyinlashtirishgan va bu nimalar o'sha mashina quruvchilar agar jamoa yig'masa, finansiy pul yig'masa va hujjatlarni to'g'ri ishlamasa qila olmaydi. O'sha avtomatik chiqib ketasan. Chunki qurilish cho'zilib ketsa, qimmatga tushib ketasiz. Misol uchun zo'r gapirdingiz. Mana bu yerda hozir yana bitta masala bor. Hozir mana O'zbekistonda, mana Turkiyada, Dubayda qurilishlar bor-da. Ularda hamma qurilishlar iste'molchiga tayyor holatda topshiriladi. Bizda ham O'zbekistonda mebel bilan, hamma texnikalari bilan topshirish etapiga qachon keladi qurilishlar? Nima deb o'ylaysiz? Endi buni birinchi nimasi o'sha iste'molchilarni mentalitetini ham, ya'ni ozgina rivojlanishi kerak. Ya'ni ular o'zini vaqtiga, qadridan yetadigan bo'lsa, mana bu pustoy korobka bilan topshiradigan quruvchilarni o'sha uy olmaydi ular. Kim mana bu taklifni bersa, remonti bilan, mebeli bilan o'shanga qarab yuriydi. Lekin endi hozir mana bunaqa narsa bo'lgan birinchisida. 2016da qurilish boshlanganda dom qurdingmi? Qurding. Qayerda qurding? Nimet значение, ya'ni uni joylashgan joyi, atrofi nimaligi. Hozir iste'molchilar nimaga qarayapti? Kelamiz unga ham. Iste'molchilar nimaga qarayapti hozir? Domni infrastrukturasi. Ya'ni atrofida nima bor? Просто hozir olmayapti. Bog'cha bormi atrofida, supermarket bormi, maktab bormi, o'sha metro liniyasi yaqinmi? Yoki sen o'zi kompleksingda shu resheniyalarga javob beryapsanmi? O'shanga qarab tanlayapti. Endi уже mana 3-nimasi etabiga уже yetib kelamiz. Aytganingizdan mana nima o'zgaryapti odamlarda, talab. Remont qilgani vaqt yo'q уже. Endi remont qilgan vaqt yo'q, shu taklifni beryapmiz. Odamlar solishtirib, remont bilan berar ekan deb unga olishyapti. Siz hozir remonti bilan topshirasiz? Yunusoboddagi loyihamiz remonti bilan. Endi shu mana kimdir masalan taklif qilishi mumkin mebellari bilan. Misol Dubayda hammasi loyihalar mebel bilan topshiriladi. Shkaflarini внутренний bo'lib, devorning ichida turadigan qilib topshiriladi. Endi biz ham keyingi loyihalarda rejalashtirib turibmiz shu narsani. Endi bu odamlar o'sha narsani уже so'rashni boshlayapti. Sekin boshlayapti. Hozir oldingidek просто bitta joyda domni qurib, lekin atrofida o'sha maktab, bog'chaga yaqin bo'lmasa yoki o'zing shu narsani shakllantirib bermasang, odamni olmayapti уже. Уже odamlar ham sekin tushunishni boshlayapti. Bunga ham bir qancha vaqtliga kerak deb o'ylaysizmi? Mana 2016dan to 2023-24-yilgacha necha yil vaqt o'tdi? 4 yil, 8 yil o'tgan bo'lsa, endi bu yoq yana qisqaradi. Yana shu 4-5 yil ichida bu narsani o'rganyapti, bir marta tili kuyyapti, bir marta yeb qo'yyapti, bir marta puliga kuyyapti. Shu bilan oxirida o'rganadi. Baribir odam aytadi, ya'ni garmdor chaynamaguncha, ya'ni tuz yeb ko'rmaguncha qabul qilmaydi-da. Endi rivojlanayotgan davlatlarda baribir bizada birdaniga un taklifni bersak, bilmas edik. Uni nimasi, misol remonti bilan birinchi 2016-yilda remonti, mebellari bilan taklifni birinchidan quruvchilar o'zi ham bilmagan. Unaqa berish mumkinligini bersa nima bo'lishini ham bilmas edik. Sekin rivojlanib o'sib kelyapti. Ham quruvchi o'sib kelyapti, ham iste'molchi ham o'sib kelyapti. Uni talabi, uni iste'mol madaniyati o'zgaryapti-da hozir. O'sha boshida nima odamga faqat uy kerak bo'lsa, bo'ldi, shuni o'zi. Shunaqa edi. Anaqa talab kam bo'lgan. Taklif kam bo'lgan, talab ko'p bo'lgan. Shunaqa edi. Keyin o'sha raqobat kuchaygandan keyin odamlar nimadir qiymat qo'shib berishni boshladi. Oldin masalan biz Gentra mashinaga ham yoki misol uchun bar qo'yib o'zimiz to'g'irlab olardik-ku. Endi hozir hech kim nimadir olmay, ko'ra BYD oladi yoki misol uchun boshqa mashina olib, komfortli narsaga odamlar o'rganyapti. Chunki odamlar daromadi ko'paygandan keyin xohlaydimi, xohlamaydimi organikada bu ketadi. Bu hech kim o'zgartira olmaydi bu narsani, to'g'rimi? Biznes modelda menimcha o'zgartira olmasa kerak. Misol uchun mana siz endi quruvchi sifatida siz ko'p lokatsiyalar tanlaysiz. Ko'p joylardan misol uchun deylik, bittasi Yunusobod Citydan, bittasi Qo'rg'amishdan, yana bittasi Yangi O'zbekistonda. Mana hozir misol uchun men oladigan bo'lsam uy qatdan olsam ertaga yutqizib qo'ymayman. Mana hozir bilib bo'lmayapti-da, yangi O'zbekiston tez rivojlanib ketdi. Mana shu 2 yilda, 3 yil oldin bizda nima bo'lishi, bunchalik jadal rivojlanishi men bizni tasavvur ham qila olmasdik. Rivojlanish ko'payib ketyapti. Bu odamlarni uy olish, qaysi lokatsiyada olsam ma'qul, qayerga olsam yutqizib qo'ymayman, ertaga narxi tushib ketmaydi, narxi ko'tariladi. Masalan, Toshkent City'lar qanaqa oldin 5 yil oldin qanaqa narx edi, hozir qanaqa narx? Bilib bo'lmayapti-da. O'sha bo'yicha mana quruvchi sifatida, o'zingiz sohangizda ekspert sifatida nima maslahat berasiz? Qaysi joydan uy olsa
ertaga yutqizib qo'ymayman. Endi mana Toshkentni oladigan bo'lsak, hozirgi holatini oladigan bo'lsak, Toshkentda infrastruktura rivojlangan. Qaysidir darajada. Misol, o'sha xususiy maktablar, klinikalar, davlatni nimasi, korxonasi va unga borish yo'llar, misol bor yo'llar bor, yangi yo'l ochilyapti, borni rekonstruksiya qilyapti misol uchun. Mana hozir Toshkentda yashayapsiz va uni sezyapsiz, uni probka bo'lib turganini va ishingizni vaqti cho'zilayotganligini sezyapsiz. Endi bu yoqda taklif beryapti davlat, yangi Toshkent. Ya'ni shahar u tomonga qarab rivojlanyapti. Bu yoqda eski narsalar bo'lsa, bu yoqda yangi narsalar. Ya'ni albatta bu yangi loyihadan olgan ma'qul. Bu yangi O'zbekiston esa eski Toshkent bilan yangi Toshkentning o'rtasidagi bitta yo'l. U yoqda juda katta qurilish bo'lmaydi. Qavatlar ham past va bir liniyada quriladi. Unaqa ko'p qurilish bo'lmaydi. Bu bo'yicha quriladi. Ertaga kanalizatsiya toshib ketibdi yoki svet o'chib qolibdi degan muammolar bo'lmaydimi yangi Toshkentda? Yangi Toshkentda u narsalar bo'lmaydi. Bo'lmaydi. O'sha hamma narsa, chunki bizda eski Toshkent necha yil oldin planlashtirilgan bo'lsa, bu nechidir million aholiga moslashtirilgan. Doполнительно yana ko'payyapti, ustiga kelyapti va yana qurilish bo'lib yotibdi. Masalan, Toshkentda eski deb aytolmaymiz, mana hozirgi shaharda qurilish bo'lib yotibdi. Men ham ko'ryapman, misol, yana kamida 5 yil mana shu Toshkentning o'zida 5 yil bo'lmasam bir 7-8 yil qurilish bo'ladi. Mana shu Toshkentning o'zida hali. Bir 7-8 yildan keyin уже bu yoqqa o'tadi hamma. Mana davlat tashkilotlarining yangi Toshkentga ko'chiriladi degan gap bor. Ko'chdi уже. Binolar qurildi. Yangi binolar qurilyapti. Lekin mana eski binolarning o'rniga ham binolar, baland binolar quriladimi, yo'q qurilmaydimi? Endi смотря sпросga qarab. Masalan, shu bu yoqda kerakmi shu bino? Yoki mana bu yangi keng ko'chalarda bulvarlari bor, o'sha davlatni binolari qurilgan, va'da berilayotgan tunnelni yo'llarni aytyapti. Masalan, yangi Toshkentda podzemniy yo'llar bo'ladi deyapti. Yana bir atrifga videosi ham chiqdi, qaysidir loyihani qilishgan. Ya'ni shu narsani taklif qilayotgan paytida bu yoqdagi o'sha nebaskropni уже mana bu infrastrukturaga joylashtirib bo'lmay qolishi mumkin. Aytganingizdek, o'sha bo'sh binoni o'rnini buzib, nebaskrop qurmoqchi bo'lsa, u atrofi unga talabga javob bermay qolishi mumkin. Rivojlanish albatta bu yoqda bo'ladi. Bu yoqdan olsangiz yutkazmaysiz. Men hozir shunda lokatsiya bo'yicha yangi uzoq muddatli bo'ladigan bo'lsa, investitsiya bo'lsa, yangi O'zbekistondan olishni tavsiya qilasiz. Yangi O'zbekiston, yangi Toshkent shu tarafga qarab shahar rivojlanyapti. Yangi Toshkent bilan yangi O'zbekiston farqi qanaqa? Farqi, yangi O'zbekiston bu ko'cha. Shu ko'chaga mos loyiha qilingan. Ya'ni bu juda katta loyiha emas. Bir qator yo'lning yuzida 4 qavatli qilib bino qurilgan. Ko'chani chiroyli qilish uchun qurilgan. Bu ko'cha nimaga olib boradi? Yangi Toshkentga olib boradi. Yangi Toshkent уже bu hamma infrastruktura, davlat tashkilotlari, o'sha gostinitsami, universitetmi, oliygohlarmi, keyin o'sha жилой domlar, hammasi parklar u yoqda bo'ladi. Ya'ni bu eski Toshkent bilan yangi Toshkent qurilsa, o'rtada bog'laydigan ko'cha. Biz bu nimaga tanlaganmiz? Biz mana yangi O'zbekistonda sekin bitta loyiha qilib, sekin yangi Toshkentga kirib ketdik. Yangi Toshkent qachon bitadi? Uni bilmayman, lekin mayli. So'roqim. Mana hozir ko'p quruvchilar zapusk formatida uylarni sotishga o'tishdi. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Misol uchun, hali qurilmagan uyni arzon narx etib yoki kichkina summa etib sotilyapti. Bu zapusklarga, qurilishdagi zapusklarga qanaqa qaraysiz? Bu uzoq muddatli marketingmi yo qisqa muddatlimi? Endi qarang, zapuskni o'zining talablari bor ekan. Men bir nima qilib qiziqqandim. Lekin men tarafdor emasman, lekin biza nimaga tarafdor emas? Ya'ni bizani yo'limizmi, bizani videniyamiz yuvelirni ish qilish. Shart emas bizani massoviy qilib, bir xil qilib konverda qilish emas bizaniki, yuvelirni. Ya'ni har bir binoni chiroyli qilib qurish, katta ob'yomda konverda massoviy bir xil qilib emas. Bu zapusk shularda ishlaydi. Kim mana shu 2000 ta, 3000 ta, 5000 ta xonadon quradiganlar bor. O'shalarda zo'r ishlaydi u narsa. Va endi albatta uni oxiriga yetkazsa, молодец, respekt, muammo yo'q unga. Biza misol, biza quradigan loyihalar qanaqa? 200 ta xonadon,
300 ta xonadon, 100 ta xonadon quramiz. Bu zapuskda ishlamaydi. Siz eng katta loyihangiz hozir qaysi? Yunusoboddagi 400 ta xonadonlik. 400 ta xonadon. Unga ham zapusk ishlamaydi. Chunki bittada 400 tani sotib, biza maqsadimiz nima? Sifatli, chiroyli va o'sha komfortni va shu infrastrukturasini yaratib berish, qadriyatini yaratib berish odamlarga. Shunga pul to'laydi. Siz endi aytmoqchisizki, o'zingizga misol uchun ravo ko'rayotgan narsalarni ularga ham ravo ko'ryapsiz va kolичествоga emas, качествоga ishlayman Shunaqa. degan maqsadda shu narsaga u etapga o'tmayapsiz. Mana bu aytayotgan zapuskda ishlaydiganlar muravinik quradi. Muravinikni bilasizmi? Bu bitta podyezdda Muravinik? bilmayman, bir 500 ta xonadon qurib tashlashadi bitta podyezdda kerak bo'lsa. Muravinik degan o'sha chumolning iniga o'xshab Kichkina kvadrat. kichkina bo'ladi, odam rosa ko'p bo'ladi. Hamisha shovqin, diskomfort, Stankalar yetishmaydi. muammolar kelib chiqadi. Shuncha odam bitta joydan kirib chiqqandan keyin albatta u joy eskirib ketadi. Biz unga nima deymiz, strimlitsa qilmaymiz bu Bu narsaga. endi odamlar tushunmayapti hali, lekin qisqa muddatli bu marketing va qisqa muddatli odamlar bitta olib o'sha yerda yashab ko'rgandan keyin tushunadi. Hozir siz gapirsangiz, men gapirsam tushunishmaydi. Yo'q, u o'zi u tabiiy revolyutsionniy harakatda. Misol boshida men ham bir xonali uyda yashaganman. Rozi bo'lganman shu narsaga. Sekin daromadim oshib, dunyoqarashim o'zgarib, qaysidir bir segmentda chiqqandan keyin men undan отказ qilganman. Unaqa yashashda. Bu tabiiy revolyutsionniy nima? Endi uni to'xtatib ham bo'lmaydi u narsani. Unga qilmaylar deb ham bo'lmaydi odamlarga. Пожалуйста. Bu zapuskcha ham bosaversin. Oxirigacha ham yetkazsa loyihani молодец, gap yo'q. Lekin nima men bizani nimamiz minusimiz, bizani ya'ni nima deydi, qilmasligimiz u narsani o'sha hammani bitta joyga tiqib tashlamaslik. Qulaylik yaratish. Siz misol uchun o'zingizning segmentingiz bor. Shunaqa. Siz o'zingizning segmentingiz bor. Siz o'z segmentingiz xohlaganlar bundan olishadi, xohlaganlar siz uyingizni olishadi. Xohlasangiz undan ham O'sish etapi bor-ku odamda, masalan, moliyaviy o'sish. Maslon piramidasi. Shunaqa. Uni biza zapuskda biza ishlata olmaymiz uni. Masalan, 400 ta, 200 ta xonadonni Zapuskda sota olmaysiz. sota olmaymiz. Chunki u yerga zapuskga endi asosan massa arzon uy qidirib kiradi. Biza bergan narxga ular kirmaydi. Biza individualniy topib klientini Bizda ham shunaqa zapuskga keldida, sotamiz bittada 1000 ta, 2000 ta sotamiz dedi. Bizda bolalar aytishdiki, yo'q, o'zimiz maslahatlashdik, chunki norozigarchiliklar bo'ladi bu. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, katta kolичествоda nechtadir odam norozi bo'lib qolishi mumkin. Biz shu narsani yo'lini tanlaylik, undan ko'ra kam-kam xo'ray, hamisha xo'ray. Misol uchun bitta 1000 ta mebel sotmaylik, oyiga 300 ta 300 tadan, 200 ta 200 tadan sotaylik. Bizga shu ma'qul. Odamlarning emotsiyada qaror qabul qilishiga rozi bo'lmadik-da, jamoa bilan qadriyat to'g'ri kelmadi. Shuning uchun rozi bo'lmadik. Taxminan sizni tushundim. Asosiy mana sizni missiyangiz nima? O'zingiz yetib kelyapsiz-da, misol uchun. Kelyapsizki, o'zingiz bilan kelyapsiz. Mijozlarimga noqulaylikni yoki diskomfortni ravo ko'rmayman deyapsiz. Kichkina o'shaning uchun qulay uylar quraman deyapsiz. Kam bo'lsa ham qulay uylar va mijozlar u narsadan rozi bo'lishi kerak birinchi o'rinda, to'g'rimi? Bu nimadan, qachondan keldingiz bu etapga? Misol uchun mana har bitta insonning missiyasi bo'ladi, visioni bo'ladi yoki misolni. Missiya, vision deb aytolmayman. Men bir narsani xohladimki, mana shu qurayotgan binomni ertaga turishini, arxitekturani nimalari bor-ku, asarlarimi, arxitekturaning meroslari bor, masalan, chet elga chiqsangiz, Yevropaga chiqsangiz, keyin shunda aytishadi, mana shu odam qurgan yoki mana shu odam bosh bo'lib turgan shu bino qurilishiga. Xuddi shundan kelib chiqib, men o'sha binolarim shunaqa bo'lsin va nomi qolsin degan bir fikr paydo bo'lgan. Prosta qurib tashlash emas. Ya'ni shunga bir ma'no berish o'sha binoga, qilayotgan ishimga. Qanaqa ma'nolar berasiz? Birinchi loyihamiz tugatayotgan Chashma loyihamizda topshiramiz tez kunda. O'sha yerda misol oddiy bir atrofiga gujum ekyapman. $400 donasi gujum. Gujum daraxti Xorazm daraxti. Ya'ni men shu yerga pochrik qoldiryapman. Buni Xorazmni quruvchilar qurdi degan. O'sha gujumni 50 tub gujum ekyapmiz atrofiga. Buni bir Xorazmga borsangiz ko'rsangiz bu daraxtni sizga, bu boshqacha daraxtda, bu quruqlikda ham, namlikda ham o'saveradigan daraxt va soyasi shunaqangi soya beradi.
kisloroddan juda ko'p ajratadi. Bu Xorazmda bir nechinchi yillardir qurt tushib, nima qirilib ketdi. Hozir mana yana sekin o'sishni boshladi. Endi shu gujimni oldirib, o'shandan ekyapmiz 50 ta. Keyin suvni bo'yi. Ha. Suvni bo'yi men obyektivga borganimda suvni bo'yida chiqib bemalol odamlar aylanishi mumkin. O'sha daraxtdan mana qoldirib ketyapmiz binoga-da. Ya'ni shunaqangi endi mayda juda detallari ko'p. Bu jarayon ishchi, misol o'sha nima menda plan bo'lmagan, oxiriga kelib paydo bo'ldi. Doim eshitganman gujum ekanman. Siz uchun o'sha vision nima siz uchun? Uzoqni ko'radigan har xil tadbirkorlar bo'ladi-yu, kimdirlar bor qisqa fikrlaydi, kimdirlar bor uzoq fikrlaydi. Bugun pul topmaydi deydi, ertaga pul topmaydi. Bugun qilmaydi deydi, ertaga nom qoldirib, brend yaratadi deydi. Bugun soqa qiladi deydi. Siz o'sha aytayotganingizda siz uchun mesela uzoq muddatli siz anaqa o'ylayapsiz, biznes o'ylayapsiz. O'sha vision, brend nima siz uchun? Bitta daraxt misol uchun, qulaylik yaratyapsiz. Siz insonlarga nima sotasiz? Men o'ylaymanki, mana shu hozir qurayotgan uyimizda o'zim ham yashashga uy qoldirganman, o'zim shu yerda yashayman. Ya'ni men o'zim shu narsani qarab, mana shu domda men turaman, mana shu chiroyli muhitda, mana shu yerda yashayman degan bir shu shinani o'zimdan o'tkazishga harakat qilaman va shuni boshqalar ham o'tkazsin. Shu yerda yashaydigan odamlar ham xursand bo'lsin. Ya'ni men nimadan xursand bo'lardim? Mana shu dom atrofi daraxt bo'lib, ziloniy zona bo'lib tursa, detskiy plashadkalar chiroyli bo'lsa, hamma yoq toza, ozoda bo'lib tursa, shu yerdan kirib chiqib yurishimni masalan xohlayman. Siz o'zingiz, farzandlaringiz kirib chiqadigan joydan birga turasiz. Hozirgi Qorqamishda tugatgan loyihangizda o'zingiz birga turasiz, to'g'rimi? Shunaqa. Bizda o'zi shunaqa nima bor? Har bir qurgan loyihamizda uy qoldiramizda kamida 2 yil, 3 yil yashab ketamiz. Bu nima beradi? O'sha yerdagi keyingi loyihamiz uchun layfhaklarni beradi. Qayerdadir o'zgartirish kerak, nimadir olishimiz kerak, nimadir olib tashlash kerak, noqulayliklar, qulayliklar, nimadir kamchilik bo'ldi. Keyingi safar bu materialni emas, mana bu materialni ishlatamiz. Chunki bu mana qilib nimalarni yomon holatga kelib qoldi. Shu narsalarni beradi. Endi videniya, brend deyapsiz. Men to'g'risi 10 yil oldin shu narsalarni tasavvur qilganmiz, shu hozirgi holatingizni nima deb o'ylaysiz? Tasavvur qilganman. Bundan 10 yildan keyingi holatini ham hozir ham tasavvur qilaman. Lekin nima? Yo'lda nima borligini bilmayman. Past, baland, nima qiyinchiliklar bor. Sizda o'sha strategiyangiz bor. 10 yil oldin ham bo'lgan. Mashqqa kelishingizni bilgansiz. Ja unaqangi yetib keldingizmi? Ja unaqangi men bu yil bu orzu ishni qilgan, maqsad qilgan, shu strategiya qilgan joyingizga yetib keldingizmi hozir bugungi kunda? 2026-yil. Albatta. Lekin men bunaqa qilib men strategiya qila olmayman. Qilmaganman ham. Bu yil men bunaqa narsa bo'ladi, keyingi yil bu bo'ladi. Ya'ni men окончательный, misol selni ko'raman. Nima siz uchun sel? Masalan, окончательный sel men janozamni tasavvur qilaman. Ha, zo'r. Janozamda kelgan odam nimani gaplashyapti? Bu mashinaga o'ldi, qutuldik bundanmi? Yoki bu odam yaxshi odammi, mana shu ishlarni qilib ketgan odammi deb. Men farzandlarimga men haqimda aytib beryaptimi? Misol. Endi shuni men bilmayman. Shu nimani men shu holat qachondan boshlandi Bobur aka? Ana zo'r holatingiz. O'lim. Ko'pchilik tadbirkorlar bilan gaplashganmiz, o'zimizda ham shunaqa holat bo'lgan. Insonni ko'pchilik o'limni unutib qo'yadi. O'limni esga olib, o'sha deylik, o'lib ko'rgandan keyin bilasan deydi-ku, ikkinchi hayot boshlanadi deydi. Qachon bo'ldi sizda shu davr? Mana misol uchun o'sha janozangizni ko'zingiz oldingizga keltirgan davr qachon boshlandi? Uni bilmayman, lekin men necha yil bo'ldi shu narsaga? Misol uchun Bobur aka 10 yil oldin ham shunaqa o'ylarmidi? Yo'q. 4-5 yil bo'lgandi endi. Nima sabab bo'ldi shu narsaga? Uni bilmayman. Narsasini nima sabab bo'lganini. Aytaymanki, misol mana hozir shu narsani tasavvur qilaman. Janozamda meni kimlar keldi misol. U nima emas, bir maqtanish, men artist keldi, u keldi emas. Ya'ni dostoyniy odamni janozasiga dostoyniy odamlar va jamoat yig'iladi. Siz agar bu nimani yaxshi yashab o'tgan bo'lsangiz va yaxshi ishlarni qilgan bo'lsangiz va siz shunga loyiq odam bo'lsangiz keladi. Bo'lmasa kelmaydi, vaqti ham bo'lmaydi uni. Kelsa ham seni yomon ko'rganlar kelib turadi, o'ldi, qutuldi mana bu deb. Mashinakida bu degan narsa. Endi qarang, shuni men tasavvur qilganimdan keyin shunga olib boradigan yo'llarni qidirishni boshlayman. Lekin bilmayman men bitta
men shunaqa bo'lsam shunaqa, men bu yil buni qilaman, buni qilaman va oxirida men shunaqa bo'laman deb men buni o'rtadagi yo'lni yasolmayman. Men bilmayman. Siz finish yasaysiz. Ha, finish yasayman va ketdi. Prepятствиялар bilan ketaveram. Tepa, past, Vaziyatga qarab, qadarga qarab ketaverasiz. O'sha masalan qiyinchilikka kelgan paytda deylik, qiyinchilikka kelib turman, birovni masalan haqqi, qolib ketishi bormanda. Shuni olib cho'ntagimga tiqib qo'ysam, men finishdagi tasavvurim kartinkaga уже tushmaydi. Tushundingizmi? Masalan, men shuni uxlatsam, mashinchilik qilsam, birovning haqqini yesam, finishdagi kartinkaga tushmaydi. Hamma yaxshi gapirmaydi. Bitta odam bo'lsa ham yomon gapirib qo'yadi. Ha. Misol shu men vaziyatda qiyinchilikka tushyapman. Misol bir o'sha yerda men o'zimni foydamga yoki bir jahlim chiqibmi, bir nito postupka qilib qo'ysam, men finishga tushmaydi. Ha, demak, bu yerda bu o'ngga emas, chapga burilishim kerak ekan, deymi? Chapga. Lekin bilmayman shu yerda o'ngga, chapga burilish kerakligini. Undan keyin nima bo'lishini bilmayman. Lekin mana shu finishdagi kartinkaga hozir masalan shu holat tusham, tushmayman. Misol bitta ish qilyapmiz, agar shuni uxlatib yuborsam yoki men uni aldasam yoki o'sha noto'g'ri ish qilsam, men xohlab turgan kartinkaga tushmaydi. Значит, men uni qilmayman, boshqasiga o'tib ketishim kerak. Undan keyin yana nima kelishini bilmayman. Shunaqa qilib, mana 10 yil misoldan ish bo'yicha aytadigan bo'lsak, men kartinkam Toshkentga kelib qurilishlarni o'ylaganman. Shu narsani Toshkentda yurishimni tasavvur qilganman. Dom qurib turganimni tasavvur qilganman. Lekin bilmayman, u yer qayerdan olinadi, unga qayerdan pul olib kelishim kerak. Maqsadingizda, niyatingizda, o'sha visioningizda shu narsa bo'lgan. Va shu narsaga yaxshi niyatda harakat qilgan, sababini qilgansiz va shu narsaga erishgansiz. Ya'ni mamlakat his-tuyg'u bo'ladi-ku ba'zida. O'zimdan to'g'ri qilyapmanmi, qilaversam bu foyda beradimi, yo'qmi? Yo'q, men shu kartinkaga borish uchun nima bo'lsa ham qilib ketaverganman, lekin faqat shu kartinka to'g'ri kelsa. Ya'ni Toshkentda borib qurilish qilishim kerakmi? Uning uchun nima qilishim kerak? Men bitta 1-2 so'm pul yig'ishim kerak. Xorazmda loyihani tugatishim kerak, opit olishim kerak. Dalshi. Odamlarning roziligi, rozi bo'lsa, o'sha paytda sizda kartinkangizda chiroyli rozilik bo'lishadi. Endi bir narsa, bir so'z bilan aytganimizda shu narsaga harakat qilaman. Endi bir narsada hamma rozi qila olmaysiz. Hammani rozi qila olmaysiz. Sizdan baribir norozilar topiladi. Ming uni cho'ntagiga oltin tiqsangiz ham foydasi yo'q. Samim glавный o'sha nima, o'zingni aldamaslik. Qayerda shuni chegarasi aka, mana misol uchun biz bilmayman. Shunga o'tamizda hali bilmaysiz. Samim glавный men o'zimni aldamayman. Bo'ldi. U vijdoningiz oldingizda qiynalmaydigan holatda bo'lishingiz kerak har doim. Shunaqa. Bu yoqda ham, ya'ni aytadi, go'shing nima deydi, oshing halol bo'lsa ko'chada ich deydi. Shunaqa. Shu narsaga qarang, zo'r. Inson oldin birinchi birlamchi ehtiyojlarini to'ldiradi, qorin to'ydiradi va misol uchun ikkinchisi orzularini qilib oladi yoshligida. Keyin odam to'xtaydi. Keyin o'sha mana boshida men aytmoqchiman, men bilmayman, menda ham shunaqa narsa bo'lgan. 5 yil oldin yoki 6 yil oldin bunchalik o'ylamagan bo'lishim mumkin yoki aqlim bo'lmasligi mumkin-da. Hammamizda normal holat bu. O'shaning uchun siz nima deysiz? Qachon o'zgaradi bu aytdik-ku? Inson qachon o'zgaradi? Kaltak yesa. Qachon kaltak yegansiz? Eng katta yo'qotdingiz, xatoyingiz nechi pulga tushgan? Har kun bor u xatolar. Eng qimmati nechi pulga tushgan? Katta xatolar, masalan, xatolar bo'lib va uni to'g'rilash jarayonlari ham ketib yotgan joylar bor. Lekin bitta narsani realniy bir xato bo'lib tugatilgan bir hali unaqangi nimaga nima deydi, bir case'mi, bir ish hali qilib ko'rmadim. Lekin xato qildim, xatolar bor, yo'q emas, ancha-muncha normal xatolar bor va parallelni yonida uni to'g'rilashni ham harakatini qilib yotibman. Mana shunaqa deydi-ku, zo'r. Xato qilamiz, tadbirkormiz, xatosiz yo'q, qarorlarimiz, har bitta xato qarorlarimiz bizga qanchadir qimmatli pulga tushadi. Lekin bu yerda shu narsa borki, o'sha paytda ikki xil kategoriya, bir xilda depressiyaga tushib qoladi, bir xilda o'sha narsani xatoni ustida ishlab yengib chiqib ketadi. O'sha depressiyaga tushib qolganda, xato qilib, kattaroq summaga tushib qolganda, hatsa necha pulligini aytmayapsiz, lekin o'sha paytda nima qilish kerak? Nima maslahat bera olasiz? Masalan, men depressiyaga tushib qoldim, katta xato qildim. Nima qilishim kerak? Sizning fikringizcha? Qanaqa chiqib ketishim kerak shu holatda?
o'zingizni bo'sh qo'yishingiz kerak bo'lgan. Zo'r. Boshqa variant yo'q. Nima qilaman? Qanaqa? Qo'limdan kelmaydimi? Shu tan olaman, tamom. Taslim bo'lasiz. Ha, bo'ldi, taslim bo'laman, tan olaman. U masalan, O'shandan keyin yengil tortadimi odam? конечно, 100%. Boshqa variant yo'q. Chunki biza qo'limizda emas hech nima axir. Biza o'zgartirishimiz bo'lgan yagona narsa faqat fikrimiz bo'ldi. Bir narsadan qilib, kimgadir borib iltimos qilib, bunga yalinib, nima kerak bu? Mana Просто- biznesingizda Mayli dushmanlik qilayotganimizda qilayotgandir. e'tibor bermaysiz. Ha, bo'ldi. Mayli shu jangda bu yutsin, tamom. U shu yursin shu stress bilan. O'sha odam. Siz stressga tushib turasizmi? Конечно, tushaman. Qancha tushasiz? Qachon qanaqa paytda tushasiz? Maniki mana bunaqa bir muammo chiqadi, shu momentdan u qizishib ketamanda, qizishib ketaman. Keyin hech nima qila olmayotganligimni o'zim bilaman. Keyin kulaman o'zim ustimdan. Bu nima bo'ldi shu qizishding? Hech nima qila olmading, qo'lingdan hech nima kelmaydi. Bo'ldi, to'xtat. Keyin shu yerda kimdir oddiy odam shu temani hal qilib beradi. Mana siz anunda aytdingiz-ku, Ironman qildim, Ironman qilib chiqdim, shu bormoqchi edim. Shu yerda O'zbekistonda o'zi Ironman qildik dedingiz-ku. Men hal qabul qilmadim deb narsani, balki u etapga yetib kelmagandirman. Chunki Ironmanga yetib kelganlarning ko'pini kuzataman, qanaqadir bitta stress boshdan o'tirish kerakmi? Shu Ironman deganda bu o'sha sport, ana qiyin sport deymiz. Men hali u etapga yetib kelmadim balki. Yoki menga unchalik qiziq bo'lmadi. Sizga 2 yilmi harakat qildingiz shu narsaga. Bu narsaga 2 yil harakat qildingiz deb men ko'rdim sizni. Chunki 3 yil oldin sizni taniganimda umuman sportga qatnashmaydigan inson sifatida bilardim. Keyin o'sha siz 1 yil, 1,5 yil ana qatnashib, ana aytdingiz-ku, ana 14 ming dollarga velosiped oldim dedingiz. Men qaradim, o yaxshi dedim. Zo'r, juda ana boshqacha yondashibdilar dedim. Aytmoqchiman, juda Ahmoq deb qo'ydingizmi? Ahmoq deb. Mana shu hol shunaqa tuyuldi. 14 mingga oladimi? Ya'ni men qabul qilman. Hali u etapga yetib kelmagandirman. Hali bu narsa mazasini his qilmagandirman. Siz shu mazani his qildingiz. Qaysi etapda yetib keldingiz mana? Ko'pchilik aytadi, stressda yetib keladi bunda deydi. Stressni yengish uchun va keyingi marhalaga, kattaroq visionlarga yetib borish uchun budan o'tishing kerak degan fikrlarni ham eshitganman-da. Manda просто доказать qilish. Kimga? O'zimga. O'zingizga? Nimani? Что я могу. Ya'ni men qila olaman shu ishni. Nimaga men emas? O'sha O'zi mana shu narsaga qaror qabul qilgan kuningizni esla olasizmi shu holatda? Covid payti edi. Men esimdan chiqmaydi u. Ko'rmagan narsam qolmadi. Kinolar, eski kino hammasini ko'rdim. Mana bitikdi-yu bir hafta 10 kungami umuman chiqarmasdan. Shu paytda YouTube'dan hamma titkilab o'zi keyin mana shu narsa chiqib qoldi. Triatlon Ironman degan. O'sha videoni hali ham ko'raman. 18 minut 22 minutlik 2018-yil Ironman Lanzarote deb yozsa chiqib keladi. Shunaqangi motivatsiya bergan menga. Anaqada ham yozib qo'yamiz, silkada ham. Yopishtirib qo'yinglar, kimgadir foydali bo'ladi. O'shani ko'rdimda, неужели bu odam shu ishni qilyapti? Men qila olmayman. Kilometr bu Ironmanni bitta qisqacha tushuntirib bera olasizmi? Bu Ironman triatlon sportini uzoq masofalisi. 308 suzasiz. 308 kilometr ochiq suvda. Keyin undan chiqib 180 kilometr velosipedda haydaysiz, 180 kilometr. Undan tushib 42,2 kilometr yugurasiz. 42 kilometr. 42,2 kilometr, total общий 226 kilometr bosib o'tishingiz kerak. Bu sizga 17 soat vaqt beradi. 17 soat vaqtni ichida qilishingiz kerak. Siz o'tdingizmi o'shanni? Neofitsialniy Toshkentda o'tdim. Ofitsialniy emas. Sababi viza chiqmay qoldi Barselonaga. Shunga tayyorgarlik 1 yil tayyorgarlik ko'rdim. Aka, mana hissiyotlaringiz muhimda. O'shani o'tganingizdan keyin qanaqa hissiyot o'zingizni his qildingiz? O'zimni xuddi Supermandek his qildim. Ya'ni duh ochdimi? Vashshe. Tadbirkorda aytadi-ya, Jahongir aka, duh bo'lish kerak deydilar-yu. Duhingiz ochdimi o'shandan keyin? Tavsiya qilasizmi qolgan tadbirkorlarga? Конечно. U mamlakat narsada, ya'ni bu endi kibr emas, boshqa emas. O'zingni boshqa bir yoningdagi boshqa bir odamdan kuchliligingni sezib boshlaysan. Что sen mana shunaqa narsani, stressni, ya'ni 14 soat bu to'xtamasdan bosimda 14 soat puls 120 130 turadi. 14 soat. Ya'ni sen shu qolganlar bo'lganmi uni ichida? O'lib qolganlar bo'ladimi shuni? Bo'ladi, ko'p bo'ladi, o'lib qolgan. Statistika nechta mingtadan nechtasi o'ladi? Bilmayman unisini, lekin shu suzish etapida o'lib qolganlar bor, juda ko'p cho'kib. Menda bitta holat bo'lgan, hozir aytib beraman. O'zimni juda kuchli sezganman. Что men shunaqangi ish qildim.
Bu hammaga emas. Chunki 0.01% odamgina o'tar ekan Ironman yilda. 0.01%. Ha. Bu degani Juda kam. mingdan bitta odam o'tadi. Shunaqa. His nima bo'ldi? Hissiyotim o'zimni juda kuchli his qildim. Ya'ni men shu ishni qildim. Hammaga emas bu ishni qilish. Unga 1 yil umrimni sarflab va o'sha 14 soat to'xtamasdan stressda 120, 130 pulsda, 160 kerak bo'lsa pulsda to'xtamasdan yurish. Endi bu yana bir narsasi bor, ya'ni men videoniyamda o'zimdan bir narsa qoldirish Misol, men dodamlarni uydagilar aytib bergani bo'yicha bilaman. Dadam, dadasi. Hikoyalar bo'yicha. Shu bir voqealarni aytib berishadi, shu bo'yicha bilaman. Dalish informatsiya yo'q. Qanaqa odam bo'lgan, xarakteri qanaqa bo'lgan, misol uchun. Lekin dadam haqida oyim aytib beradi, qanaqa xarakterlar bo'lgan, boshqasi. Ya'ni shunga talpinishga harakat qilaman. Bu men o'zimdan mana shunaqa bir nima tashlash, o'zimdan bir nima deydi, bir merosga o'xshagan narsamni qoldirish. Ya'ni bu birinchidan o'zim uchun, hammamiz o'zi asosiy shunga harakat qilamiz, odamlar roziligini olishga va yaxshi nom qoldirishga-da. Ikkinchisi o'sha oilam, meni dinastiyamdagi masalan bilishi kerak, bobosi kim bo'lganligi va nima ishlar qilgan. O'sha menga ham ko'proq drive beradi. Yangi приключениyalarni qilish, yangi energiyani yo'qadi. Shunaqa. To'xta, buni qilib ko'ring, men prosta yurib yurmayman-ku, pul topish uchun vaqt yo'qotib, misol, kimdir bilan aytishi, bir problema ustida o'tirib, shu doim men bu ishni qiling, bularni qoldirib ketaveraman. Bu yo'l uzun yo'lda, odamni stressga soladi. Qiyinchilik, qilmayman degan o'zingiz nafsingiz bilan, bunaqangiz bilan, komfortingiz bilan kurashasiz-da, ichingiz bilan kurashasiz. Va bu o'limga ham tayyor. Masalan, deylik, ko'p milliarderlarni bilaman, anaqalarga chiqishadi. Alpinistlikka chiqishadi. U yerdan bilmayman 50% odam qaytib chiqishi ham mumkin-da. Juda ko'p o'lim bor-da. Xuddi shunaqa Ironmanda ham o'lim sonlari juda ko'p. Mana o'tgan yilda statistika bo'yicha 7 milliardda 48 mingta odam bo'lsa, shundan 16 ta odam o'lgan ekan. Sizda ham shunga o'xshagan qanaqadir qaytaman, bo'lib kerak emas, o'tmayman degan bo'ldi. Shart emas, nima kerak menga degan holatingiz bo'lganmi? Birinchi mana shu polovinka deydi, yarimi, Ironman yarimi bor, to'liqi bor. To'liqini o'tsang, Ironman hisoblanasan, yarimi endi tak repetitsiya. Yarimi ham 113 kilometr. O'shanda Krakovda, nimada, Polshada, Varshavada bo'ldi, o'tgan yili qatnashdim. Suzish etapida trener hammasini tushuntirib yubordi. Birinchi qatnashishim, odam ko'p. Iloji boricha birinchi tushib suzib ketgan dedi. Oxirida emas, boshida suzgan dedi. Keyin qilib boshida turib tushdim, suvga ketyapman, suzib ketyapman. Bir udar keldi mana shu yerdan boshimdan, ko'zimga tegdi. Ko'kardi ham ko'zim shu paytda. Yoningizdagi odammi? Suzib ketyapmiz, mana shu rechkada suzib ketyapmiz, rost odam ko'p-da yo'da. Keyin vashtimda urdi. Bilmasdan urdi. Mana qo'lini otgan paytida mushti kelib tegdi. Shunaqangi bosdi, nima deydi, qo'rquv bosdi. Agar bu jag'imga tushsa edi va men hushimdan ketsam, u men odamlar suzishidan u yerda odam ko'rinmaydi. Videosini, rasmini ko'p qo'yamiz. O'sha yerda shunaqangi panikami, nima deydi, bir mandaraj tutdiki meni. Hozir bu mana shu ko'zimga tegdi, yaxshi ham. Agar men jag'imga tegsa, hushimdan ketsam, cho'kib ketsam, o'lib qolsam, men bitta suvdagi ben topisha olmasa, shunaqangi dovdir sodir bo'lib, mazam qochib qoldi. Keyin chetroqdan suzib ketdi. Kalimani keltirib oldingizmi bu yerda? Miya ishlamay yotibdi. Keyin chetroqdan suzib ketyapman, bittasi keldi-da, ustimga chiqib ketdi, mana prям ustimga, suvning ustida cho'ktirib ketdi, suv ichdim. Keyin uchinchi suvdan endi chiqayotgan paytimda bittasi men bittadan tepdi. Shunaqangi bir xo'rlangan o'zim his qilaman-da, holatdan qo'rqyapman ham-da, o'lib qolsam nima bo'lardi deb. Zo'rg'a o'zimga kelib, sekin velo etap davom ettirib ketdim. Lekin bu ham duh berdi. Keyingi musobaqada smelo takoy, qattiq suzish kerak va yoningdagilar ayamasdan ta'sir tusur suzib o'tib ketish kerak. Bo'lmasa seni shunaqa qilib ketishadi-da. Sen cho'kib ketishga sal qoldi. Shunaqa voqea bo'lgan, endi rosa qo'rqqanman birinchisidan. Bu intizomni shakllantirish uchun, o'zini odamni duxini kuchaytirish uchun zo'r anaqa narsa ekan-da, to'g'rimi? Zo'r instrument ekan. Xo'p, mana shu ko'pchilik qatnashganlaringiz ichida tadbirkorlarga kerak ko'proq deyapsiz. Necha foiz tadbirkorlar bor edi shuning ichida? O'zi aksariyat holat tadbirkorlar qatnashadi unga. Chunki birinchidan arzon sport emas. Hamma narsasi qimmat.
Ikkinchidan, rosa ko'p vaqt ajratishingiz kerak. U ishlaydigan odam bo'lsangiz, siz vaqtingiz bo'lmaydi sport bilan shug'ullanishga. Tadbirkor bo'lsangiz, finansiy независимыйga bir уровеньga chiqqan bo'lsangiz, siz vaqt ajrata olasiz pulingiz hisobiga. Misol. Shunga u sport bilan ko'proq tadbirkorlar shug'ullanadi o'zi va bu yana bitta eng qiziqli nimasi, misol tadbirkorsiz, komfort zonadasiz, sizga drive beradigan taraf, menga drive bergan tarafi nima? Va o'zimni kuchli his qilganim nimasi? Boshqalardan hamma ishni o'zing qilasan. Suzganda ham o'zing, velosipedda ham o'zing, yugurganda ham o'zing, kiyimingni ham, ovqatingni ham hamma narsani o'zing qilib, o'zing ustida rejalashtirib, shu 17 soat ichida o'zing qilasan hamma ishni. Ya'ni o'zingdan xursand bo'ladigan tarafi, men o'zim qilyapman shu ishni. Pul orqali emas yoki kimdir menga qilib bermayapti. O'sha hislar bir boshqacha his beradi sizga, duh beradi. Ya'ni sen o'zing shu narsani qilganligingga va bosib o'tganligingga, shu bosimga chidaganliging, shu og'riqlarga chidaganliging, o'sha bir endi uni qilmaguncha bir his qilish qiyin. Lekin tavsiya beraman har bir tadbirkorga qilib ko'rishni. Xo'p, shaxsiy rivojlanish bo'yicha nima bilan shug'ullanasiz? Kitob o'qiysizmi? Nima tavsiyalar qila olasiz? Har xil. Meniki ham shu el xatari bir kun motivatsiya oshib ketadi, kitob olib tashlayman, bir kun sport bilan shug'ullanib ketaman, bir kun ishga kirib ketaman, bir kun men bu lichniy brend dedi, syomkalarga borgim keladi, bir kun ish qilib hamma narsadan qochib kofe ichib o'tirgim keladi. O'ynab turadi. Endi shu informatsiya qayerdan olasiz hozir? Eng katta informatsiyani odamlardan asosan har xil mayda-chuda bo'lib keladi. Hozir o'zi o'tgan yil rosa to'xtab qolgandim. Umuman bir ustimda faqat sport bilan shug'ullandim, boshqa temalarni hammasini yig'ishtirdim. Vaqt yetmayotdi. Bu yilga o'zi planim shu shaxsiy rivojlanish, ya'ni kitob o'qiyman, coachlarga, treninglarga, mana shu narsaga boraman degandim. Borib boshladim-ki, u ham mana hozir men уже yoqmayapti. Borgim kelmayapti ularga. Asosan shaxsiy rivojlanishga muloqotda bo'layman, odamlar bilan gaplashib. Ustoz kerakmi? Albatta, ustozsiz Ustozsiz? Ustozim bor, har xil sohada. Endi o'zi ham bilmaydi ustozim ekanligini, men undan olib yuraveraman. Mabodo to'g'ri kelib qolgan paytida o'sha qilgan ishlari haqida so'rayman va men shunaqa men ham shu etapga kelib qoldim. Hozir menda eng katta anaqani yomon dangasa bo'lib qolar ekan. ChatGPT. Kamida men 2 soatmi? Men 1,5 soat, 2 soatdan 3 soatgacha kuniga ko'proq gaplashyapman. O'sha kitobda ham nima deydi, anaqa joylarini tarjima qilib ber deyman. Masalan, inglizcha kitob bo'lsa yoki anaqa qilsa, men inglizchada sal baryer tushunmayman. Shuning uchun ChatGPTga aytaman-da, bitta anaqa qilib turaman. Meni sohamga kerakli joylarini qilib bersam, uni ham qilib beryapti-da. Juda sun'iy intellekt rivojlanib ketdi. Nima deb o'ylaysiz? Sun'iy intellekt kitobni o'rnini bosadimi kelajakda yo'qmi? Sun'iy intellektni ishlatishni o'rganish kerak, tamom. Siz ishlatyapsizmi? Yo'q, men ishlatmayman. Bu bir boshdan o ChatGPTni rosa ishlatdim. Bizda kecha keyin hozir ishlatmayman. Bu zo'r narsa ekan. Bu meni fikrim. Sun'iy intellektni kamida kuniga shu 2-3 soat anaqa qilgandan keyin juda ko'p narsa o'rganyapman. Biznes to'g'risida ham, kelajak to'g'risida ham, qanaqa bo'lyapti, nima qilyapti deb. To'g'ri prompt yozsangiz, to'g'ri zadacha berar ekan. Biz kecha hamma top menejerlarimizga o'tirib dars o'tdik. Imенно sun'iy intellekt qanaqa ishlatish to'g'risida. Zo'r. Qanaqa prompt yozish kerak, qanaqa savol berish kerak, qanaqa nima qilish kerak. Menimcha o'ylaymanki, bu hamma bizneslarga kirib keladi bu. Albatta, u sizni tezlashtiradi. Tezlashtiradi. Haqiqatan tezlashtiryapti. Mana soplar yozishda, standartlarni qilishda, даже ustozlarni, qaysi ustoz mentorlarni topishda ham yordam beryapti-da. Men boshida rosa ishlatdim, platinalarni ham olib ishlatdim boshladim. Nimaga ko'nglingiz qoldi? Bilmayman, shu motivatsiya oshib ketadi, tushib ketadi, bunaqa mashina. Nimaga deb o'ylaysiz shuni? Nima deb o'ylaysiz? Masalan, deylik, mashinasida nimadan drive? Super человек bo'lishdan charchab ketdim, to'g'risida. Xohlamayman. Xohlamayman. Unaqani juda ham aqlli bo'lish ham kerak emas men uchun.
juda ham hamma Nima uchun narsani xohlagansiz? Superchilik bo'lishni nima uchun xohlagansiz? bilmayman. Shu bo'sh bo'lganmi balkim. Shu nimanda akompanimentmi nimadir. Brauf Mebel. Ishonchli hamkor. Inson, har bitta insonni endi men tushunishim bo'yicha DNKsi bor ekanda. Bu o'zgarmas ekan. Ana bir esingizda bo'lsa, men unda jiddiy qaramadim. O'sha safarga chiqqanimizda Umid aka MBTI test olganlar. Bu olganmisiz, olmaganmisiz? Topshirdik bir. Topshiramiz. Uni javobini olmadingiz? Rosa ko'p javob beradi ekan, bir o'qib chiqmadim. Unaqa hafsala qilmaganmiz, lekin men o'sha menda 3 yil oldin o'zi ayon qilgan, ya'ni ustoz kelgan, mana shunday qilaring degan. Men hafsala qilmaganman, seriozdan qabul qilmaganman, chunki kerak emas bo'lgan menga. U nimani bilib ochdi. Mana hozir men o'sha testlarni shu Umid aka 3 yil bo'ldimi, 4 yil bo'ldimi? Shunaqa bo'ldi. 4 yil bo'ldi. 4 yil oldin bilardim. Lekin bu narsani jiddiy qabul qilmaganman. Inson bir har bitta ma'lumot insonga berilgan paytda, kerak bo'lgan paytda ishlatar ekanda, va berilgan paytda ishlatmas ekan. Men hozir 100 ta gapiring, 1000 ta gapiring, men eshitmayman deb bu narsani. Qachon shu ma'lumotga masalan, Ironmanga ham yetib kelmagunimcha, hozir bugun kerak emas menga, ertaga kerak, balki kerak bo'lar, balki kerak emas bo'lar, men bilmayman. O'sha testdan keyin juda odam o'zini anglar ekan. O'sha Hogan testlar bor ekan, disk testlar bor ekan. Inson o'zini anglashiga miyangizda savollarni to'xtashiga sababchi bo'lar ekan dedim-da. Ya'ni o'zingiz birinchi kimnidir o'zgartirishdan oldin boyaga aytganingizdek kimnidir o'zgartirmasligingizni tan olgan. Chunki har bitta inson o'zi DNKsi bor ekan, u yaralgan ekan shundan. Men oldin nima qilardim? Bitta o'rtog'imni olib kelardim-da, o'rtoq sen o'sishing kerak, sen rivojlanishing kerak. Yo'q, u yo'q, DNKsida yo'q ekan. Kimdir lider bo'lar ekan, kimdir perfeksionist bo'lar ekan, kimdir sotuvchi bo'ladi, kimdir oluvchi bo'ladi, kimdir lider bo'ladi, boshqalardan boshqa ish qila olmaydi, kimdir buxgalter bo'ladi, hisob raqamlarni yaxshi ko'raman. Har bitta insonning o'zini genetikasi bor. Bizning miyamizda hamma aytadiki, biz yaxshi nima deydi, biznesmen bo'lishimiz kerak yoki boy bo'lishimiz kerak yoki o'qimishli bo'lishimiz kerak degan tarbiyalarimiz bor-da. Bu narsalar mana shu odam o'zini birinchi o'chirda o'zini anglab olishi kerak ekan degan xulosaga keldim mana shu o'tgan yil. O'sha siz bu narsani bilganingizdan keyin bu hech narsani o'zgartira olmasligingizni his qilsangiz, bo'ldi, bu narsani o'zgartirishni ham xohlamas ekansiz. Bo'ldi, bu narsaga moslashar ekansiz. To'g'ri. O'sha joy narsasiga moslashasiz. Bo'ldi, men perfeksionist, men misol mana bitta o'g'lim bor, ikkita o'g'lim bor. Men o'shandan aytdim. Bitta o'g'lim o'zi porядкali. Har bir narsani joyiga qo'yadi, hamma narsani oyoq kiyimi to'g'ri bo'lishi kerak, bitta dona kiyimida dog' bo'lsa ham ana katta o'g'lim bor, dog'larni yechar otadi. De unga qizig'i yo'q unga. De bu yurak yaralgan. Biz misol uchun bu narsani buni porядкali qila olmaymiz, uni tartibli qila olmaymiz. Buni tartibsiz qila olmaymiz. Ya'ni de sen boshing olib ketmadimi deydi, ya'ni. Bu bizning gene misol uchun kimdir tartib bilan har minutini, sekundini o'lchab yuradi, kimdir tartibsiz yuradi. Bu tartibsizlik bilan natija qiladi, bu tartiblik bilan natija qiladi, ya'ni o'zini anglab olsa, hech narsani o'zgartirib tasdim bo'lish ekanda bu ham. Tan olishda o'zini kimligi. Bobur aka, biznes egalari, biz tadbirkorlarda, hamma tadbirkorda juda ko'p muammo bu. O'zimizda ham muammo, hammamizda muammo. Pul topamiz deymizda, lekin oilamizni ikkinchi planga qo'yib qo'yamiz. Nima deb o'ylaysiz? Pul muhimmi yoki oila muhimmi? Endi iloji boricha o'sha balansni ushlashga harakat qilish kerak. Endi men bilmayman, nima men bu foizda bu deb aytolmayman va balansini mana shunaqa qilsang bir balans bo'ladi deb aytolmayman. U ham o'sha nimadan kelib chiqadi menimcha, ya'ni o'zingga chetdan mana qara olishingni, misol men tanang turibdi, ruhingmi, nimangmi, fikringmi chiqib qarab, misol pul topib faqat o'sha pul haqida ketib yotibmi, nimang, hayoting, seni shu faqat pul uchun gaplashib turibdimi atrofingdagilar, misol uchun oilangga ham xuddi shunaqa qarayapsanmi, как расход, bu yoqqa mana shuncha oydan расход tashlab turishim kerak, tinchib turadi deb. Bez emotsiya. O'sha yana nimalarni ola olmaysiz-da, emotsiyalarni oilada. Ya'ni faqat pulga o'tib ketsangiz. Shuning uchun endi balansni ushlashga harakat qilish kerak. Bilmayman uni. Men nima qilaman? Men kerak pulini ajrataman oilamga, misol uchun расходni. Uni ja oshirib ham yubormayman, ja kamitib ham qo'ymayman. Bu yoqda расходni ham, ishda ham, pul topishda ham, ishga ham bo'lgan vaqtimni misol keyingi loyiha deb yugurib yotmayman.
Da bo'lgan bir paytlari. Mana shu nimaga etapga chiqquncha tinmasdan yurganman. 24 soat kechasi misol norozichilik ham bo'lgan oilam tarafdan. Kechqurunlari nima ish qilasiz siz debdi. Misol 1, 2, 3 ba'zi bir chinovniklar bilan kechqurun uchrashasan. Bir ishing bitkazish uchun endi bor gap bu. Misol shu paytda shunaqa yurganman. Shunaqa bo'lsa kerak debdi. Qarasam, unaqa emas ekan. Расслабленныйroq bo'lib, kunduz kun ham ish bitirsa bo'lar ekan. Kim bilan uchrashmoqchi bo'lsang yoki kimdir orqali. Faqat o'sha nimani sekin tushunasan-da, uni birdaniga bir nimani aytsa bo'lmaydi. Men ham shu boshda faqat shu pul deb ish deb yugurib, o'sha kechalari yurib, ertalab turib ketib bo'lgan menda bu etaplar. Undan o'tdik. Masalan, loyihani izida yugurib, keyingi loyiha, yana loyiha deb yurganman. Hozir endi aytdim, расслабленныйroq bo'lib, iloji boricha shu loyihalarni tugatib, o'ylab, obdumанный qilib, ko'p emas, kamroq bo'lsa ham, lekin o'sha yaxshi narsaga pul tikib va uni har tomonlama oldin misol urganmasdan ham, ya'ni kirib ketaverganman ko'p narsaga-da. Oxirigacha izuchat qilmasdan. Misol o'sha yer otgan paytimda nima muammosi borligini ham qiziqmasdan sotayotgan odam uni yashirgan, misol uchun какой-то dokumentida bir muammolari bor, qaramasdan kirib ketib, shu pul topish uchun, keyingi loyihani olish uchun ko'proq fokusini shunga qarab, muammolarim chiqib ketavergan. Oila bu yoqda stressga uchragan, ya'ni noroziliklar, ya'ni kech kelasan, vaqt ajratmayapsan, shunaqa. Keyin bu yoqda men sizlar uchun harakat qilyapman. Shuni urush, janjal, har kim o'zini оправдениyaси aytadi. Iloji boricha shunaqani расслабленный, hammasini idealni hammasi o'zimga tortavermasdan bularga ham tushuntiriladi misolda. Men uyda o'tirsam og'ayni, ayolimga-da, uyda o'tirsam nima qilamiz? Devor yalimizmi? Och qoringa sevish bo'lmaydi. Так что men ko'chaga chiqib ishlab kelishim kerak. Ya'ni o'sha balansni olib, sekin mana shunaqa ketyapmiz-da. Zo'r. Shu arziydimi shu narsa, misol uchun deylik, farzandlarni anaqa qilishga, oilani anaqa qilishga keyin afsuslandingizmi? Yo'q. Afsuslanmadim. U yurganlarimga ham afsuslanmayman. Sababi shu narsalar hozirgi nuqtaga yurmaganingizda hozir kelmasdik shu. Balkim keyinroq kelishim mumkin edi. Уже 40-45 yoshga kirgandan keyin balkim уже energiya bo'lmasdi unga, 50 yoshga kirgandan keyin. Hayot o'sha cho'rnabeli bilan seriya bo'lib o'tib ketarmidi? Afsuslanmayman, harakat qilish kerak. Men uni tavsiya beraman. Naborot, mehnat ham qilish kerak, 24 soat kerak bo'lsa. Uylanmagan bo'lsang, bos. Uylangan bo'lsang ham harakat qil kelajak uchun. Va какой-то etapga chiqdingmi, sezdingmi? Sen shu 70 kilo toshni masalan zo'r ko'taryapsan, 120 ko'tarib gemorang chiqarma, shu 70, 71, 72 qilib ketaver. Tushungan bo'lsang, tushunib olish kerak shuni. O'zingkiligi, remeslo deymi, nima? O'sha valnani tushunib olsangiz, bu degan o'sha gap mana. Och qoringa sevish bo'lmaydi. Chiqishim kerak, ishlashim kerak, izdelkalar qilishim kerak, safar qilib borib kelishim kerak, men ham rivojlanishim kerak, pul topishim kerak. Oila siz uchun mas'uliyatmi yo motivatsiyami? Oila mas'uliyat men uchun. Mas'uliyat. Birinchidan o'zimniki va farzandlarimni va atrofimdagi akamni oilasi, uni jiyanlari, ular boshqarish harakat qilmayman, lekin mas'uliyat ular adashib ketmasin. Shu narsa men bu yoqda uzoqdan ko'rib turmanmi? Bular adashmasin, maslahatim berish, shu mas'uliyatim bor. Ya'ni ular bir noto'g'ri ishga kirib qolmasin. Men bilgancha shu mas'uliyat bo'ynimga olib, shularga etib ketish. Erkak kishini, ayol kishining roli, erkak kishining muvaffaqiyatida qanaqa deb o'ylaysiz? Roli bormi, yo'qmi? Albatta, roli bor. To uylangunizcha sizni shakllanishingizni onangiz. Uylangandan keyin u ayolingiz bilan necha yil yashaysiz, bilmayman. Lekin juda kam miqdorda sekin-sekin o'sha 80% onangiz bergan bo'lsa, o'sha 20% qolgan umringizda yig'ilib keladi ayolingiz tomonidan. Agar ayolingiz noshukur, bir hamma narsaga nolinadigan, bir miyangizni yeydigan bo'lsa, siz hech qachon baraka topmaysiz. U shu kesish kerak, qutulish kerak. Rostdan. Agar u sizga podдержка bersa, siz shunaqasiz, zo'r bo'lasiz, siz erishasiz, o'sha сделкani qila olasiz, o'sha loyihani tugata olasiz, misol uchun bo'ldi, farzandlarga o'zim qarab turaman. Ya'ni siz farzandlarga qaramaysiz, maktabga olib bormayapsiz, boshqa bir narsa qilmayapsiz,
vaqt ajratmasdan mana shunaqa qilib sizni miyangizni, sizni o'sish etapingizda mana shunaqa qilib orqaga tortib miyangizga yopishib olsa, конечно, siz o'sa olmaysiz. Keyin shu nimadan qolib ketasiz. Nima deydi? Rivojlanmagan miya bilan qolib ketasiz-da. Siz miyangizni yeyursa. Ayol kishi aqlli emas, mudri bo'lish kerak. Aqlli bo'lsa ham bo'lmaydi. Aqlsiz bo'lsa ham bo'lmaydi. Mudri bo'lsa, sizga qo'yib beradi. Qaysi nuqtada rivojlanishingizga, qachon nima deyish kerakligini, sizning kayfiyatingiz boshqasi. Juda muhim. Yaxshi ayol topish bu nimani muvaffaqiyatni 50% почти. Farzand tarbiyasi juda ko'pchiligiga muhim bu narsa. Farzand tarbiyasida ko'pchilik bilmagan, misol siz qayerdan ustozlardan eshitgan rollaringiz bor, misol qarashlar bor yoki tarbiya metodlari bor. Qaysi birlari bo'yicha ulasha olasiz? Ustozlardan eshitganim va shu eshitganlarimni o'zimga qo'yib ko'rganimdagi bitta xulosalarim bor. Bu dard berish. Menda nima bo'lgan? Shu rahmatli dadam o'tib ketgan olamdan, erta biz kichkina bo'lib qolganmiz, dard bo'lgan ichimda. Ya'ni hayotni o'zgartirish, pul topish kerak, bunaqa qiyinchilikda yurib bo'lmaydi. Shunaqangi moliyaviy jihatdan dard berilgan. Keyin o'sib rivojlanib kelyapmiz. Endi hozir meni vazifam nima? Farzandlarimga ozmi ko'pmi обеспечить qilib kelyapmiz, xudo xolasa. Bu yoqqa unga mana shu ichiga dard berishim kerak. Ya'ni sen mana shunaqa inson bo'lib, mana bu narsani o'zgartirishing kerak. Ya'ni u ham meni majburlab emas, siz boya aytgandek, uni xarakteri misol perfeksionist bo'lsa, yo'q, sen perfeksionist bo'lma emas. Perfeksionist bo'lsa, shu qaysi nimadan misol направлениyadan ketadigan bo'lsa, shu направленияda dardni unga yana nima deydi? Cho'ntagigami, qalbigami solib qo'yish kerak. O'zini ketayotgan направленияsi bo'lsa. Bilsangiz, ko'rsangiz uni. Ya'ni o'sha dard berish kerak deb o'ylayman. Bolalarning nimasiga, ichiga. Menda shu bo'lgan, misol uchun. Men hozir farzandlarimga kattasiga, misol u endi gaplashishni boshladim, 10 yosh bola. Endi bir suhbatlashyapmiz. Bundan bir ikkita o'qishlarga birga boramiz. Keyin shu momentlardan kelib chiqib, sekin berib kelyapman. Endi bir aniq bir nima yo'q. Asosiy shu dard berish. Ya'ni shu bola ichida nimasi bo'lsin. Qanaqa berasiz? Masalan, sizda bor edi u dard. Qanaqa qilib bolalaringizga u narsani o'tkazasiz? Masalan, o'qiyotgan o'qishlarimizda, birga borib o'qiyotgan o'qishlarimiz bor. Shu o'qishni qanaqangi muhimligi, u nimaga yordam beradi? Sen shuni o'rgansang, kimlarga yordam bera olamiz? Shu ilmni olsang va bu ilm senga nima yordam beradi? Mana bu situatsiyalarda qanaqa chiqib ketasan? Ya'ni o'shani olib nima shu mana shuni o'rganmasang, nima o'sha dard ichida shunaqa dard beryapmanki, mana shuni o'rganmasang, sen mana shunaqa muammolarga duch kelasan. Shuning uchun mana shuni yechish uchun mana shuni o'rganib ol, o'qib ol, o'rgan va shunaqa yechib ketasan muammolaringni deb. Ya'ni endi men sekin hozir men ham xuddi shu 10-11 yoshimda bo'lgan voqea-da u. Sekin rivojlanib kelgan u menda 17-18 yoshimgacha. Ya'ni birdaniga meni ichimda pul topish kerak degan narsa paydo bo'lmagan. Vaziyatlar bo'lgan. Qiyinchilik, pul yetmay qolgan, bir narsani hal qila olmay qolganman, misol uchun, yoki onam qiynalib qolgan, shunaqa qilib sekin rivojlanib kelgan u ichimda dard misol uchun. Bunga ham shunaqa qilib berib kelyapman. Vaziyatdan kelib chiqib, o'sha masalan o'qishga borayotgan bo'lsak, o'qishdan bir narsani xulosalarni olib ketyapman. O'qishing kerak, bo'lmasa mana bunaqa bo'ladi. Yoki bunaqa bo'ladi. Keyin ish joyimga olib boraman misol uchun, olib borib ko'rsataman ishlayotgan odamlarni. Mana. Ko'rdim. O'tib ketadi vaqting. Shu farzand tarbiyasida asosan iloji boricha birinchi o'zim tarbiyalashga harakat qilaman va o'zimda shu narsani unga ko'rsatib berish. Men ham xuddi o'ylaymanki, farzandim men dadamga qaraganda, bu ham shu menga qaraydi baribir. Boshqa biriga qaramaydi. Ya'ni избранный человекka sen bo'lasan-da uni, ya'ni tanlagan odami yoki kimga qarab o'sish kerakligini birinchi primer misol sen bo'lasan-da unga. Shunga qarab stремиться qiladi. Menda masalan shu dadam bo'lgan, keyin akam bo'lgan, unga qarab stремиться qilganman. Ya'ni shunaqa odam bo'lishga harakat qilganman va nimalarni voz kechishga harakat qilganman. Bekorchi narsalarga. Shu men o'zim shunaqa shakllantirsam, bu ham xuddi shunga qarab talpinadi.
Shunaqa qilib birinchi tarbiya o'zimdan, ikkinchisi bularga momentiga qarab, joyga qarab Eng muhimi shunda dard Dard berib berish. o'rnak bo'la olish kerak. shunaqa dard berish kerak va o'rnak bo'lish kerak. Masalan, men ichib cheksam, u ham shu ishni qiladi, normal holat deydi. Agar men misol ana kuni mashinada gaplashib kelganmiz. Magazin ochish, keyin original mana savol beryapti. Original narsani bir narsa olib kelib original deb sotsam deyapti. Mana shunga sotib ko'p pul ishlasam bo'ladimi deb savol beryapti. Fake narsa olib kelib original deb sotsam. Bir marta sotasan, lekin ikkinchi marta sota olmaysan. Unda sen magazining yurmay qoladi. Ya'ni bu yerda sen aldamasliging kerak. Odamga aytishing kerak. Bu yoki ikkitasini ham olib kelib qo'ygin deyapman. Originalni olib kelgin, original masalan 100 so'm, men fake 20 so'm. Tanlab olsin o'zi. Aldama. Mana shunaqa qilib sekin berib kelyapman. Yani men ham bilmayman. To'g'risi, unaqangi bir tarbiyachi ustoz emasman. Ironman bo'yicha yana Bobur aka harakat qilasizmi bu yil ham? Mana o'tgan yili chiqa olmadim do'st Yevropaga. Bu yil ham harakat qilib Slotni ko'chirib qo'yganmiz 2026-yil oktyabrga. Hozir vizaga topshiryapmiz. Endi trenirovkani ham sekin boshlayapman. Xudo xolasa 10 oy vaqtimiz bor. Eng asosiysi duh paydo bo'ldi. Что qila olishligimni bildim. Bundan o'tgan yil 24-yilda 25-yilda qo'rquv bor edi. O'ta olmaymanmi buni, qila olmaymanmi? Shuncha vaqtim ketyapti, pulim ketyapti. Oxiriga borib keyin o'ta olmay kelsam, keyin aniq qaytib yoniga yaqinlashmayman degan fikr ham paydo bo'lgandi-da. Keyin men bitta slot chiqmadi, Toshkentda qildik. Va o'tdim, qo'limdan kelishini ko'rdim. Qilsa bo'lar ekan. Va bu menga o'sha duxni berdi. Slotni ham o'tkazdik, kuyib ketmadi slotimiz. Endi hozir vizani olsak, xudo xolasa tayyorgarlikdan sekin boshladim. Endi ko'p narsani tushundim. Qanaqa tayyorgarlik ko'rish kerak, nimaga usleniya berish kerak, qatlada nima muammom bor. Misol trener ham aytayotdi, o'zim ham his qildim shu narsani tanamda. Endi sekin ana trenirovkani boshladik. Bu yil xudo xolasa vizamiz chiqsa boramiz albatta. Yana o'sha jamoa, biz 15 kishi tayyorgarlik ko'rgandik. Kimlar bor jamoada? Jahongir Po'latov ham bor, keyin Qibraylik millioner bor. Muzaffar aka. Kuruvchi ham. Sportlarni aytadigan bo'lsak aka, sport yoki hobbilarda bular, bitta hobbida. Sizda qachondan, necha pul topganingizdan keyin shakllandi bu hobbilar? Men o'zi sportdan yoshligimdanman, o'zi sportda. Kimdir aytadi, millionerlarning kasbi deydi, milliarderlarniki deydi, men bu oddiy odamlarniki deydi. O'sha bo'yicha Ironman qancha pul topganingizdan keyin bu Ironmanga qaror qabul qildingiz? Aytganim Covid paytda o'sha ideya paydo bo'lganda 1 yil bo'ldi, shug'ullanishni boshladim. 1 yil bo'ldi shug'ullanishni boshladim. O'zim ham to'g'risi boshqa sportlardan zerikib ketdim. Fitnessdan, kachаться qilishdan, tosh ko'tarishdan zerikib nima bilan shug'ullanishimni bilmay, keyin o'sha esimga tushib ketdi. Va kerakli odamlarni uchratib qoldim. Shu soha bilan shug'ullanib yurgan. Keyin shular bilan gaplashib, sekin boshlab bordim. Keyin kirgandan keyin bildimki, bu sport bilan shug'ullanish uchun pul kerak ekan. Keyin hobbi qilib qo'yish uchun pul kerak ekan bunga deb. Qancha kerak ekan? Oyiga bir 15-20 million so'm pul ketdi. O'sha o'tgan yil. Faqat sportning o'ziga. Bu sport o'ziga $1,500 ketdi. Shunaqa. Uni общий mana 1 yilga qancha pul ketdi? Hammasini hisoblasangiz. Bir $30,000 pul ketdi. Safarlar, slotlar. 50 dan tashqarimi? Yo'q, shular bilan hammasi ichida. Mana shu nimadan Charvak men deb qo'ydik uni. Musobaqa nomini trener qo'ydi. Endi hozir endi aytganingizdek hobbi qilib olib yurish nimam bor, planim bor. Bu sport o'zim bilan. Unaqangi nima yo'q edi. O'tgandan keyin va mazasini tatgandan keyin bir nima deydi, siklgami, bir liniyaga tushib olgandan keyin men endi hobbi qilsam bo'ladi ekan deb o'ylayapman endi shu sportni. Mana hamma uylar korobka sotyapti-da. Hech qaysi yashamayapti, turmayapti, svetli yonmayapti. Bu asosiy investorlarning pulimi u yo'qda? Yo'q, aksariyati viloyatdagilarning puli. Viloyatdan kelgan odamlar olib qo'yibdi. Endi siz Toshkentda shuni ko'ryapsiz, sababi Toshkentda 12 ta viloyatdan kelib uy olishadi. Viloyatda yo'q unas. Viloyatda qurilgan uylarda odamlar yashaydi.
O'zimiz ham masalan ko'rgan uylarimizda 100% hammasida odam yashaydi. Viloyatdan ham qishloqdagi kimdirlar olib qo'yganlar bo'lishi mumkin, da, lekin aksariyat Toshkentdagi siz ko'rayotgan chirog'i o'chiq uylar bu viloyatdagi odamlarning uylari. U Bular Toshkentlik qachon keladimi yo investitsiya uchun olib qo'yganmi? Ana xuddi Bular endi studentligidek pullarni sharq qo'yib qo'ygan. Studentlari uchun olib qo'yishadi, studentlari uchun, ya'ni farzandlari institut o'qiydigan bo'lsa, ular keyin o'sha Toshkentga kelganda ketganda kimdir uyga bormasligi uchun olib qo'yadiganlar bor va kvartiraga beradiganlar bor. Viloyatdagilar ham uy olib Toshkentda kvartira beradi. Qarindoshiga, kimgadir. Keyin investorlar. Investorlik nimasida olib shu investorlarniki. Umumiy uy olishda masalan deylik, mana 2 ta uy sotdim deysiz bu yerda. 10% bizani loyihada misol 10%ni как investor olib qo'yganlar bor. Ular juda kam. Yashash uchun oladiganlar foizi katta. Sizni loyihalaringiz. Ha, yashash uchun oladiganlar katta. Men o'ylayman boshqalardan xuddi shunaqa, yashash uchun oladiganlar katta. Keyin shuni boya aytgan kategoriyadagi talaba uchun olib qo'yadiganlar bor, farzand uchun. Keyin kimdir ijara beradi viloyatdan kelib yoki kimdir o'sha kelib yashaydiganlar. O'zbekiston Toshkentdan faqatgina viloyatdan odamlar uy olyaptimi yoki qo'shni davlatlardan ham ko'plab olyaptimi? Qo'shni davlatdan, lekin juda kam bo'lsa kerak. Mebelda akademiyamiz bor-da, o'tgan yili mana 400 odam o'qitdik. 50% o'quvchilarimizning soni o'tgan yilgi qo'shni davlatlardan bo'ldi. Sizni holatingizda qanaqa shu holat? Men chunki mana Turkmaniston, Qirg'iziston, Tojikistonlardan juda ko'p odamlar kelyapti-da. Bu uy sohasiga ham ta'sir qilyaptimi bu bozor? Yoki sizni loyihalaringizda emas, ular markazlardan olyaptimi yoki? Yashash uchunmi? Yashash uchun, investitsiya uchun. Bizani va Yunusobod loyihamizda investitsiya uchun chet el fuqarosiga sotganmiz, bor. Endi juda kam u. Bitta ikkita odam bo'lsa kerak chet eldan bizani loyihamizda. Boshqalardan xuddi shunaqa deb o'ylayman, endi bilmadim, katta kompaniyalar juda kam. Chunki bizani bozorga hali ular nima deydi, to'lakonlik Dubayga o'xshab ishonmaydi. Hujjatini, boshqasini bilishmaydi, protsedurasini. Ishonish uchun nima qilish kerak? Ishonish uchun men bu tizimlarni yaxshi ishlaydigan qilish kerak. Quruvchi kompaniyalar vaqtida hujjatlarni ola olishi kerak, ruxsatlarni, cho'zilmasdan ishlari. Keyin davlatda ham qonunchiligida misol chet ellik fuqarolar uchun yoki o'zimizni odamlar uchunmi, misol Dubayda uy oladigan bo'lsangiz, siz ham men ham uy olaolaman-da. Qonunchiliklari shunga ruxsat beradi. Qani mana hozir sizni bozordan anaqani olamiz. Bo'ygan korobkani. Misol uchun developer bor, quruvchilar bor. Mana Turkiyada men ko'raman, faqatgina standart eshiklar olishadi-da. Standart uy ichiga standart eshiklar oladi, standart mebellar oladi. Nimagaki standart mebel bu aslida o'zi 2 barobar, 3 barobar arzon mebel hisoblanadi. Chunki bittadan 1000 ta chiqarsangiz u arzon. Bizani ko'pchilik yana qiladi, misol uchun deylik, quruvchi bilan mebelchini orasida anaqa yaxshi emas, integratsiya. Chunki u qanaqa mebel tushishi kerak, standartlari bo'ladi, u qiladi, prosta korobka tashlab ketishadi, bo'ldi. Bu narsada keyin uni iste'molchisi 2-3 barobar pul yo'qotadi. Shu narsani to'g'irlash uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz, nima deysiz? Muammo bor-da shunaqa, yo sizda bormi shunaqa? Endi u muammoni biz ko'rmaymiz, chunki biz iste'molchida chiqadi u muammo, aytayotganingiz, mebelchi bilan o'sha mebelni joylashtira olmaydi yoki qimmatga aylanib ketadi. Chet ellarda esa bu muammoni yechib beradi quruvchilar. Kim yechib beradi? Quruvchi. Bu quruvchi loyihalashtirayotgan jarayonda jalb qiladi. Mebelchini masalan sizni jalb qiladi. Biz loyihamizni mana shunaqa qilyapmiz. Sen o'zing fikringni ber. Misol siz aytasiz, men buni garderobni bunaqa qilaylik yoki shkafni mana bunaqa joylashtiraylik. Devorning ichiga joylashtiraylik. Men bitta mana chiqib qolgan joy bor ekan, o'sha joyni kolonnasini prixojga qilib yuboraylik, misol. Biz uni biz ko'ra olmaymiz-da. Biz faqat kvadrat metr ko'ramiz. Bizni bozorni shunaqa qilishimiz uchun, kollaboratsiya qilishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Mana siz, men mebelchiman, siz quruvchisiz. Nimadan? Baribir bozor shunaqa shakllanadi, lekin ko'p yo'qotishlar bo'ladi. Buni loyiha institutlari bo'ladi-ku, loyiha. Masalan, men ham zakaz qilaman loyiha institutiga. Mana shuncha yerim bor.
mana shu yerga 9 qavatli bino qurmoqchiman deyman. Keyin o'sha loyihaga murojaat qilaman. O'sha loyiha institutidagilar iloji boricha mana shu nimaga loyihalashtirayotgan paytda chaqirish kerak hammani. Loyiha institutlari hozir hal qilyapti ko'p proyektlarni. Ha. Ular taklif beradi, quruvchi masalan keyin ko'radi yoki buni bu yog'ini qilgan yoki buni bu yog'ini qilgan deb aytadi. O'ziga moslashtiradi quruvchi. Agar loyiha instituti optimal решение bu mana standart, ertaga bu mana shu muammolarni oldini oladi degan taklifni bersa, quruvchi uni qochmaydi va qabul qiladi uni. Keyin biz u ma'lumotni marketingda aholiga ishlatamiz, iste'molchiga aytamiz. Bu mana shunaqa loyiha, ertaga mebel deb boshing qotirib o'tirmaysan. Mana mebel ichida turibdi. Va mebelning ko'rinishi mana bunaqa deb showroomda misol qo'yishimiz mumkin. Dubayga borsangiz hammada showroomning ichida o'sha mebellargacha qo'yib qo'yishadi. Shunaqa mebel bo'lishini ko'rsatib beradi. Xuddi shunaqa решенияni misol shu loyiha instituti hammani chaqirsa, masalan sizni chaqirsa, keyin santexnikachi bo'yicha kimnidir chaqirib mana shunaqa qilib, просто sxemada standartda, ya'ni shenkada deydimizmi, standartda juda anaqa bizning standartlar anaqa emas, bir to'laqonlik emasda. Realniy o'sha mutaxassislarni chaqirib, yasab, qo'yib, keyin mana bu investorga o'sha qurilish kompaniyasiga taklif qilsa, u ma'lumotni конечно biz olamiz deb iste'molchiga taklif qilamiz, marketingda ishlatamiz. Shu uni og'riqi yechiladi. Shu uni muammosini iloji boricha bu orada hal qilishimiz kerak bo'ladi. O'sha loyiha institutlarida asosan sizni jalb qilsa juda zo'r bo'ladi. Yoki quruvchini o'zi unda yo'q bo'lsa, sizni chaqirtirib, o'sha yerda loyihalashtirish ustida birgalikda qilsa, u yana a'lo nur bo'ladi. Mana qurilishda mana Xitoyda juda ko'plab mana bizda ham uy ko'payib ketyapti-yu, yashaydigan odam bo'ladimi, yetadimi shularga? Yoki masalan uchun Xitoyda bir necha uylarni buzib tashlashdi. Yashamayotgan shaharlar bor-da, inson yashamaydigan shaharlar bor-da, uni investorlar olib qo'yganmi, yo qurilgan keyin olinganmi, men bilmayman. O'zbekistonda ham hozir mana quruvchilar ko'payib ketdi, quriyotibdi, odam yashamayapti. Investorlarning puli devomimiz-u, o'zimizcha o'ylayapmiz shunaqa. Keyin ham shunaqa bo'lib qolmaydimi? Bo'ladi, biz ham yetib kelamiz u nimaga? Qachon? Bilmayman, lekin bizga kamida 15-20 yil bor. Biz ham yetib kelamiz, binolar, pustoy binolar paydo bo'ladi. U nima bo'ladi? U pul yechish bo'ladi o'zi. Binoni quradi, zalogga qo'yadi, kredit oladi, keyingi loyihasiga yuradi. Keyin u binoni arendaga beradi, to'lasa, ichiga arenda to'lsa to'ladi, to'lmasa yo'q. Yana keyin men binoni ko'taradi, yana bunga pul yechadi, mana shunaqa ketaveradi. Xitoy yaqin o'tgan yilda mana shu hisobiga juda katta kompaniyalari bankrot bo'ldi. Ichiga u faqat pul yechish bo'yicha ketib qolgan kompaniya. Bizni mashinalardan o'rganadigan qanaqadir misol uchun ma'lumot almashib, misol uchun bizda shunaqa bor, mebelda Turkiyaga, Xitoyga borib o'rganib kelamiz-da. Borib qanchadir 10 ta mebelchilar borib o'rganib o'tdi, vistikallarga boramiz, qatnashamiz. Sizlarda ham quruvchilarning ichida qanaqadir misol uchun kollaboratsionniy qanaqadir loyihalar bormi? Hali O'zbekiston sharoitida qiyin. Chunki biza ularning texnologiyasini olib keladigan bo'lsak, bizlarga tushmaydi. Bizada hali o'sha esterskiy nimalar, normativlar bor. Masalan, misol mana o'zim yaqinda 25 qavat bino qurmoqchi bo'ldim. Dubayda yoki yana Dubayda ham boshqa davlatdan olsak ham binolarning orasi misol 10 metr. 50 metrlik bino bo'lsa ham orasi 10 metr, 15 metr bo'ladi. Yonma-yon ketaveradi bino. Bizada ruxsat bermaydi. Uje 50 metr, 60 metr atrofi bo'sh bo'lsin deydi. Bu iste'molchiga yaxshi, quruvchigami? Bu umuman iste'molchiga ham yomon, chunki shu loyiha amalga oshmadi. Agar binoni qanchalik baland qilib quradigan bo'lsang, shuncha arzonlashib ketaveradi. Ya'ni etajdan nima qilasan? Foyda olishni boshlaysan. Kollaboratsiyaga keladigan bo'lsak, ulardan biza bir nimani olib kelib turib, mana bu yerga qo'ymoqchi bo'lsak, внедрить qila olmaymiz. Bu bizga невыгодный hozir. Mana qarang. Qimmat texnologiya bo'lib ketadi. Keyin biz uni $4000, $5000 desak, olmaydi hech kim. Shuning uchun hozircha o'sha eski traditsiya bo'yicha ketilyapti. Apalabga o'xshab. Qarang, bizning bozorga hozir mana qo'shni bozordan kirishyapti. Mana BI Group kirdi. Agressiv kiryapti o'zi. Ularda tizim bor ekan, butun dunyo bo'yicha MRdan ham, Damatdan ham
tepa o'rinda bo'libdi qurgan binolari bo'yicha. Dunyo bo'yicha birinchi o'ringa chiqibdi o'sha BI Group. Qo'shni davlatlardan olib kelayotgan kompaniyalar, Xitoydan kelgan kompaniyalar bizani quruvchilarni bozorni olib qo'ymaydimi? Bunaqa tizimlashmasa, standartlashmasa, ma'lumot almashmasa, nima deb o'ylaysiz? Keyingi 5 yil ichida oladi. qanchasini olib qo'yadi? Ancha-munchasi oladi kerak bo'lsa. Hozir ular mana pul bilan, resurs bilan kirib kelyapti. Juda katta pul bilan kirib kelyapti va o'sha o'zini texnologiyasini nimaga o'tkazyapti? Davlatga misol uchun. Shu texnologiyasini. Va ular o'sha narsani yo'lga qo'yishgan. Bizanikilarda esa muammo nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti bizda muammo? Misol uchun shunaqa Dubayda nima bir 10 ta 15 ta quruvchi qilib bitta kattaroq bino quradi, kattaroq kompleks quradi. Bizanikida 500 talik, 400 talik, 300 talik qurishni boshlashadi. Shunaqa holatlarda sizlar qanaqa qilasizlar? Misol uchun bizga yanimda buyurtma tushyapti-da, misol. Mana bu 360 ta kvartirani mebelni 15 kunda qilib berish kerak deyapti. Men bitta o'zim qila olmayman. Unaqa so'roqni hech kim qilib bera olmaydi. Lekin biz shunaqa holatda 3 ta mebelli kompaniya birlashib o'sha loyihani tugatdik. Kimdir 40% oldi, kimdir 30%, kimdir 20% oldi. 3 ta kompaniya qildik-da, tugatib ketdik. Lekin o'sha vaziyatdan chiqib ketdik, короче. Shunga o'xshagan sizlarda ham shunaqa kompaniyalar yo'q, masalan deylik, ikkita quriluvchi kompaniya bitta kompleks qurgandan ko'ra 10 ta kompleks qurib va uni sifatli qilib, sherikchilik asosida yoki qanaqadir aksionerlik qilib qilingan loyihalar bormi? Keyin unaqasini eshitmaganman, lekin bizning eng asosiy muammomiz shunda-da, o'zi birlasha olmaslikda. Chunki siz bitta dom qursangiz 100 so'mdan sota olasiz, lekin 10 ta dom qursangiz уже u narsani misol uchun-da 8 so'mga tushira olasiz-da, 10 so'mlik narsani 8 so'mga tushirishimiz mumkin. Shunaqa holatlarda nima deysiz, qanaqa fikringiz? Qani qilsa yaxshi. Bizda o'zbekchilikda shunaqa narsa bor-da, biz o'zimiz kutib yashaymiz-da, kimdir qilishini-da. Shunaqa. Keyin narsa bor, bu endi kutib yashaymiz, kimdir qiladi yoki boshqalar qiladi yoki qo'shni davlatdagilar qiladi, yo shu biznesga shunaqa qilsam bo'lar ekan deymiz-da, lekin afsuslanamiz. Biznesga shunaqa qarashadi-yu, bizanikilar shu kutib turishadi. Shu mebel sohasi zo'r bo'lib ketsa, bu mebel ochishim kerak deydi. Mebel ochishni boshlaydi. Finance biznesda hamma patron ochiradi, keyin bitta elakdan o'tadi baribir hamma soha. Mana hozir ham shu qancha tekshiruv ko'payyaptimi yoki raqobat kuchaygan sari bu o'sish bo'ladi. Raqobat bu menimcha Qurishdan xuddi yomon bo'lishi mumkin, keyingi yil yaxshi bo'ladi deganda. Chunki ko'p odam chiqib ketadi, o'sha nimani o'yinni bulg'aydigan, cho'zadigan, o'sha g'irrom qiladiganlar chiqib ketadi-da. O'tolmagandan keyin elakda. Ikki xil nima bor, fikr bor. Tayyor mebel olish va yasatish. Tayyor mebel olsa neudobniy, yasatsa cho'zib yuborishadi. Xo'p. Nima qilish kerak shunda? Yo, qarang. Bu hamchi mana neudobniylik ham bu nisbiyda. Bu boshidan boya aytganingizdek, qurilishga qurilishga taqaladi-da. Mana Turkiya miqyosida aytamiz, ularda individualniy degan narsani o'zi jamiyatda o'zida tushuncha juda yo'q-da. Faqatgina kattaroq proyekt, gostinitsalarda bo'lmasa, interyerga ularda asosiy 80% mebel tayyordan olinadi. Chunki sizni eshigingiz, misol uchun siz uy qurib qo'ydingiz, xohlasangiz alidan ol eshikni, xohlasangiz validan ol, xohlasangiz sol. Bu go's standart, umumiy standart, davlat standartida misol uchun deylik 210 ga 90 li eshik bor. Sanuzilga 210 80 eshik bor. Xuddi shunaqa bizga hali yetib kelmadi. Xuddi mana qurilishdan kelyapti. Qurilish pariyatga qilish boshlansa, keyin mebelga o'tiladi bu. Chunki qurilish bitta qolip, mana ana uylarda muammo yo'q. Masalan, deylik, qolipda uy qurishyapti-ku, monolitda. Panelni. Monolitda quryapti, bir xil eshigiga proyom qoldirib ketadi, o'qiladi, o'tda standart eshik ketadi. Lekin korobka qurayotganda hamma o'ziga xohlagancha deyapti. Bu noto'g'ri narsa. Oddiy misol, men o'zimni domimda turaman. Bitta liniyadan tagida shaxta o'tish kerak yoki sanuzel o'tish kerak. Suv toshib ketyapti-da. Yaxshi, men korobkada bir xil qurilgan ekan uyim. 5-etajdan qilgan, natijada suv oqyapti. Agar o'sha zalda bo'lganda-chi, o'sha rasvo bo'lgan bo'lardi, lekin sanuzel bo'lgandan keyin hech narsa muammo bo'lmadi, hech qanaqa hamma kafil, hech qanaqa muammo bo'lmadi. Shuning uchun
Bu narsani hali yaponlar narsasi bor, 5 ta nima uchun deydi-ku, nima uchun bunaqa bo'lyapti, zakaz ko'payib ketdi desa, bu boshidan первоначальный qurilishdan ilm bo'lmaganligi deb o'ylayman. O'sha yerdan biz misol uchun agar quruvchilar bilan hamkorlikni qilishni boshlasak va ularga taklif qilinadigan bo'lsa 3 barobar, oddiy misol biz 10 minglik qilinadigan narsani biz 4 mingga qilamiz agar bitta 500 ta kvartira bo'lsa. De 10 mingga, chunki себестоимость arzon, ish kuchi arzon, material arzon, qulaylikdan hamma narsa o'ylanadi. Keyin u narsani xuddi mashinaga o'xshab nimadir zapchasi o'zgarishi mumkin bo'ladi. Xuddi shuning uchun bu narsani ham bozor yetib keladi, xuddi shunaqa qurilishda yetib kelishi bu mebelga ham ta'sir qiladi. Hozir biz qancha jar solsak ham ana konflikt, hammani o'zining haqiqati bor-da bu yerda. Menga qulay bo'lishi kerak deydi. Dizayn chiroyli bo'lishi kerak, menga qulay bo'lishi kerak. Qulay o'zi butun dunyo uni qilib bo'lgan, lekin bitta umuman O'zbekistonda boshqacha degan narsa yo'q-da. Rossiya o'tib ketib bo'lgan bu narsaga. Yoki misol uchun Qozog'istonda ham standartli narsalar sotiladi. Demak, IKEA deydi, butun dunyo IKEA mebel deydi. Hammasi standart narsa sotiladi. Konverni narsa sotiladi. Bizda bu narsa hali kelmadi. demak hozircha yasatib turamiz. Mebelni individual yasatib turamiz. Keyin standartlashgandan keyin uni olishni boshlaymiz. Bu konkurensiya kuchayib boradi-ku. Organikada o'tadi. Menimcha 2-3 yillikda o'tib ketadi. Meni fikrim 2-3 yilda ba'zi odamlar konverga tayyor mahsulotga o'tadi. Chunki bu narsani narxi hozir 2 barobar bo'layotgan bo'lsa, ertaga misol uchun 3 barobar bo'lishni boshlasa, keyin o'sha bunga avtomatik odam o'tadi. Mana bozorda mebel sohasida deylik, qaysi yo'nalishni olaylik? Kuxnyanikimi yoki spalnimi yoki yana stol stullikmi, 6 kishilik? Qaysi birini oling, misol aytmoqchiman, solishtirish uchun. Standart yasaladigan, magazinda turib sotiladiganini prosentovkasi qancha va xuddi shuni kimdir yasatadiganni prosentovkasi qancha bozorda misol? Mana qanday, misol uchun oddiy misol case bilan aytamiz. Chorvoda ko'p manaqalar qurilyapti. Kottejniy dachalar qurilyapti. Kechagina shunaqa bo'ldi. Oddiy misol, biza bitta 200 ta kuxnya, 200 ta kvartiraga taklif berdik. Bitta donaga beryapmiz. Boshqa o'shatdek, boshqa kottejga почти bir xil, kvadraturalar bir xil. Misol uchun bitta kuxnya mebel olaylik. Kuxnya mebel konver qilib yasalgandagi narsasi, misol uchun $700 chiqayotgan bo'lsa, individualniy unga ketayotgan narsasi deylik $2200 chiqyapti. 2000 ga ketib qoldi. U aytayapti, "Men bunaqa qilib bunaqa to'g'ri, taklifi yaxshi, lekin farqi unga farqidagi misol uchun $1300 yoki misol uchun $1500 farq bormi?" desa, yo'q, unda farq yo'q. Razmer почти bir xil, qulaylik bir xil, chunki uni bitta dona borib turib, mana bitta mashina unga nechta list keladi. Uni assadkasi ham shu odam to'laydi. Ikkinchi masala, masalan, bitta kuxnyani borib chorvoqqa yig'ib kelish masalasi bor. Transportirovka bitta gazel ketadi unga. Lekin 50 ta kuxnyani olib keta oladi u bitta gazelda. Lekin shunda bizani demak bizani odamlar hali ham zakaz qilishni xohlashadimi ko'proq? Tayyorni olishdan ko'ra? Bu narsani hali zakaz qilishni xohlashadi. Ko'proq. Chunki ular o'sha uy olib bo'lgan. Unaqa uy olib bo'lganda, misol zakaz qilishni oladi. Bu narsani o'sha B2B bilan muloqot qilishni boshlaydi keyinchalik. Chunki Turkiya yoki shu Dubayda ham xuddi shunaqa. Men mebelimni o'sha iste'molchiga emas, quruvchiga sotishni boshlayman. To'g'ri. Chunki Amerikada men bir eshitganimda, o'sha o'zingizga hovli qurayotgan bo'lsangiz, o'sha hovlining ham standartlari bo'ladi ekanda, ya'ni skoriy pomoshni, kolyaskasi aylanishi, keyin o'sha standartlarini aytganingizdek moslashtirib yasaladi ekan hamma narsada. Mebellar, masalan, biz hozir uchastka quramiz, o'zimiz xohlagancha quramiz-ku. Ichini. Zinasini xohlasak spiralni qilamiz, xohlasak to'rtburchak mana bunaqa qilamiz. Ularda shu normalari bor ekan, o'shandan kelib chiqib qilish kerak ekanda. Bizlar ham agar shunaqangi o'sha qonun qoidalar ishlashni boshlasa, o'sha aytganingizdek standart IKEA magazindagi o'sha standartni olib kelib o'sha yerga qo'yilaveradi, to'g'ri? Masalan, unda men shu Viskiga borganimda Italiyaga bitta anaqa oldim. Apartament oldim. Bolalar bilan bordik, shu turdikda. O'tda qanaqa bormi? Hamma mebeli IKEAnikini qo'ygan. Даже gips kardon uni mebelga moslashgan. Bizda gips kardon qilib ketaveradi. Ana bizda o'ylamasdan
birinchi qilamiz, keyin o'ylaymizda. O'zbeklarning bu qon-qoniga singan farzand masalasi bo'yicha ham yoki boshqa masalalar bo'yicha ham bu qoniga biz birinchi qilamiz, keyin o'ylaymiz. Ular birinchi o'ylaydi, keyin qiladi-da. Masala shu menimcha. Chunki men bunday qarayapman-da, ikki yer, misol deylik, rigel bor. Rigelda kuxnya qilgan. Kuxnyada 20 santimetrmi, 15 santimetr joy yetmay qolgan. U narsani gips kardon bilan yopib borgan. Gips kardon bilan yopib borish o'zi aslida arzonroq tushadi, mebelni u yoqqa qilishdan oldin. Xuddi shunaqa spanliga kirsangiz ham bir 10 santimetr ochib turibdi chetida. Antresol osgan, shkafi 10 santimetr ozgina rozetka yetmay qolgan. Hech narsa prinsipialniy emas. Bizda juda chuqurlashib, ba'zi narsalarga juda chuqurlashib ketamizda. Perfeksionizm kuchayib ketadi-da. U muhim emas o'zi. Bir marta ham qaramaydi o'sha odam. Men mebelchi bo'lganligim uchun o'sha qaradim. Lekin boshqa odam keladigan bo'lsa, lekin chiroyli bo'lib turibdi. Hamma standartni, stollari, hamma narsasi turibdi. U yoq bu yoq shu Ikeadan bir $2000 shu polni uyini mebelga olib chiqqan. Birinchidan kutmagan. Ikkinchidan tayyor narsani oldi, vaqti ketmadi, nima deydi? Bosh og'ritmadi, tanlashga dizayn o'lchab yurmadi. Minimalizmda, o'sha odamlar minimalizmga o'tyaptimi? O'sha bu narsaga ketadi. Oldin masalan biz hozir biz yoshligimizda mana gilamlar yovib ketadi desa biz ishonmasdik-ku. Devorda osilib. Yoshligimizda o'shani katta devorga osilma unga deb urush berishardi. Yoki misol uchun bizani anaqalarimiz bor edi. Devorga chizilardi rasmlar. Palmani rasmi bo'lardi. Palmani rasmlari yoki misol uchun ob'oylar yopishtirardi, foto ob'oylar yuvib ketardi desa ishonmasdik-ku, minimalizmga o'tyapti. Baribir bozor bu narsani hal qiladi, talab hal qiladi. Kimdir talab qilsa, shu narsa bozor o'zgaradi deb o'ylayman. Buni bitta odam o'zgartira olmaydi, to'g'ri, ta'sir qilishi mumkin, lekin juda kichkina qismda. Bizda bormi bozorda o'sha Ikeaga o'xshaydigan O'zbekistonda? Endi xudo xolisa qilamiz. Bir hafta qilamiz xudo xolisa, planimiz bor, rejalarimiz bor. Endi bozor ko'payapti. Imенно Ikeani formatida hali yo'q. Imенно, lekin sekin-sekin bozorga chiqadi. Nimagaki, biz ham shu narsaga hissamizni qo'shishimiz uchun, mana oddiy misol, biz aytayman, akademiya ochdik. O'zimizdan og'rig'imizdan va qolganlarga ham yechim qilyapmiz. O'tgan yili men turistni mebelchi qildim. Bu degani men o'zimga turistda konkurent tayyorladim degan. Turistda konkurent. Nima uchun? Bu asosiy birinchi masalada pul topish emasda. Birinchi masalada sohani rivojlantirish. Masalan, deylik, men oziq-ovqat sohasida oldin ishlaganman-da. Mebeldan keyin orada oziq-ovqat sohasida korzinkalarning rivojlanishiga asosiy sabab men o'ylayman, o'sha maktab borligi, maktab turklarning maktabi bo'lgan. Mana buni qilasan deb Demir, Turkuazlar o'rgatgan supermarket sohasini o'zbeklarga. Tekstilning sohani ham turklar kelib o'rgatdi bizga. Lekin men bilmayman qurilish sohasini kim o'rgatganini. Mana hozir kelib turklar o'rgatyapti. Uni ham mebel sohasida konkretniy maktab yo'q. Ya'ni biz kimdandir o'rganib yoki quvonmiz borib festivalga borib o'rganib kelishyapti, o'qilishyapti, lekin bizda maqsad shu sanoat rivojlanishiga tekstilni mana hozir birinchi raqamga chiqdi. Nimaga maktab bor edi? Chunki bizda paxta bor edi. Davlat ham siyosatni shu tarafga qaratdi. Shuning uchun hozir men tekstilni menimcha eng katta VVP'mizning ichida eng katta qismini tekstilning sanoati oldi. Mebel sanoati ham shu narsaga kelishiga nasib qilsa biz ham qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Chet eldan mebel olib kelish hozir to'xtatilganmi ancha? Oldin 3 yilligiga nisbatan ko'p. Mana misol uchun o'zimni yaqinda tanishim ham Turkiyadan import olib kirishardi. Turkiyadan mebellarni olib kirishardi va menga telefon qilishyapti-da, o'sha olmaysanmi shu manaqani deyishyapti. Bir 5-6 ta brend olib kirishgan, bitta firmasini sotib olmaysanmi deyishyapti. Men yo'q, sotib olmayman. O'zimizga chiqargan arzonni, o'sha ular yopilishni boshlayapti. Importyorlar ko'pi yopilishni boshlayapti. Mana kecha ham bitta arendaga joy olishgan, kechaga aytgan joyimga bordim. Ular ham import olib kirar ekan. Yopib, joyi arendaga berishyapti. Oldin rosa moda bo'larmidi yoki bir tendensiya bo'larmidi? O'sha mebel olib kelish chet elda. Olib kelib beradi, italyanskiy mebel bu meniki, Turkiyadan olib keldim degan. Shu narsa endi men to'g'risi oldirib ko'rmaganman mebel chet eldan. Shu narsalar bormi hali ham deb so'rayapman. Yo'q, u faqatgina baribir bu narsada tugamaydi. Eng premium qatlamda tugamaydi bu. Misol uchun 1% bo'lishi mumkin yoki 2% bo'lishi mumkin. Qatlam. Misol uchun oldin lekin o'sha deylik
umumiy aholi bo'lsa, aholidan 10%, 20% yaxshi chet ellik mebellar olinadigan bo'lsa, hozir o'sha narsa faqat Italiyani mebellari, Turkiyani eng oldi mebellariga o'tib ketyapti. Asosiy bizda hozir ichki bozor katta rivojlanib, taklif kattalashyapti. Bundan yaxshiroq takliflar bo'lyapti-da, arzonroq. Chunki bir xil narsani ikkita qo'yib qo'yadigan bo'lsa, siz o'sha buni qilasiz. Oldin yo'q edi o'sha narsa. Misol uchun, sifatda muammoyimiz bor edi. Yoki misol uchun ishlab chiqarishda muammo bor edi, u texnologiyalar yo'q edi, robototexnikalar yo'q edi o'shani, o'zi kesadigan, o'zi teshadigan stanoklar hali O'zbekistonga yetarlicha kirmagan edi, sanoqli edi. Katta brendlar ishlatardi bo'ldi. Hozir o'sha hamma o'sha stanoklar olib kirish boshlayaptimi? Asosiy nima? O'sha stanokda o'tdi ko'proq. Точность teshish, точность qilish, sifatli qilishga investitsiya kiritishyapti. Menimcha bundan buyog'iga bu import kamayishni boshlaydi. Mebel sohasida nimalar bormi? Dinastiya, oilalar. Xonlik davridanmi, o'sha amirlik davridanmi shu mebel bilan shug'ullanib yurgan. Hozir ham endi nomi kerak emas, brendi ham kerak emas. Shunaqalar bormi? Juda Hozir xonga yasab bergan, misol Yevropada bor-ku shunaqa, bu korolevstvoga yasab bergan bular. Do sih por yasayapti. Endi qarang, bizda oldin bizda bu narsa yo'q, chunki bizda xonlarga yasgan mebelchilar bormi deyman-da, hozir ham. Mana vodiylarda bor, qanaqadir hunarmandlar bor, avloddan avlodga o'tib juda kamayib ketishdi ular. Ba'zilar yo'q ham bo'lib ketishdi. Aytmoqchiman, juda kamayib ketgan, lekin bizda mana bunaqa narsa bo'lganda, o'rtada sovet hukumati 70 yil bo'lganda, hukumati bo'lgan paytda, u paytda tadbirkorchilik bu nima bo'lgan? Gunohmi? Endi qoralanganda, tadbirkor bo'lmagan. O'sha paytda bizda pokoleniyada o'sha deylik oldin amirlar paytida tadbirkorlar yo'q ketishgan yoki qatag'on bo'lishgan, quloq bo'lishgan. Mana o'zimizdan ham, men dodam madalari ham qatag'on. O'sha paytda ko'p tadbirkorlar, boylar bitta tozalangan. O'shaning uchun men o'ylayman, avlodma-avlodli tadbirkorlar yo'q. Bizda hozir hamma tadbirkor qaysiz 2016 dan keyin chiqqan. Mana hozir eng muvaffaqiyatli tadbirkorlar ham asosiy rostda 2010-yildan keyin boshlab rost bo'lib ketdi-da. Ungacha hamma qo'rqdi. Baribir misol uchun davlat tadbirkorchilik qil degan taqdirda ham boshda bizda qo'y bolam, biron bittasini qo'lda ishlasang yaxshi emasmi? Qo'y bolam shu undan ko'ra diplom olib turib och qorning tinch qulog'ing degan nima deydi? Muqaddas so'zlar bor-ku. O'shanaqalar bu odamlarni to'xtatdi. Bu misol uchun mustaqillik bo'lgan taqdirimizda ham menimcha boshida o'sha tadbirkor bo'ladiganlar zo'r pul topishdi. Keyin ular o'sha raqobat boshlandi, o'sha biznes rivojlandi. Menimcha avlodlar shuning uchun yo'q. Biz ham kechagina ham polniy B2B bozor analiz qilamiz. Ko'p tadbirkorlar 2016 dan sitvoylar ham ko'pi set ochayotganlar ham 2016 dan keyin rivojlanganlar. Derazalarni, eshiklarni ochib berishdi. Davlat tomonidan shu imkoniyatlar yaratilganligi bu bizda tadbirkorlik muhitini juda ikkita xga tezlashtirib yubordi-da. Men shunaqa deb o'ylayman. Endi bu men o'shaning uchun men ko'rmayman. Bor, bir ikkita mebel, taniqli mebelchilar ham bor, lekin juda ko'p anaqalar ikkinchi avlodga o'tib yopilib ketayotgan mebelning fabrikalari ham bor. O'sha otasi yurg'izgan, borib o'sha eski bizda Toshkent mebel bo'lardi, Fayz mebellar bo'lardi, Soyuzga mebel tarqatadiganlar bo'lardi. Bizda o'sha anaqa o'shalardan chiqqan insonlar, farzandlari, o'sha chiqqan insonlar ketayotganlar ham bor, mana qilganlar ham bor, nima deydi? Sohani olib ketmayotganlar ham bor. Chunki bizda ko'pchilik o'sha ish ishlaymizda biz yengil aytganingizdek boya aytdingiz-ku, farzandda dard qolmasa, unda harakat ham kamayadi-da. Dardi borlar olib ketadi-da biznes. Siz nima qilmoqchisiz? Sizda bo'ladimi shunaqa dinastiyali mebelchi degan? Nimani? O'sha avlod shu narsani siz qo'yish planingiz bormi? Reja bormi? Ya'ni mana doda masalan Patek Philippe soat misol yaratgan odam, shuni bolalari boshqasi shu soat masalan hali ham chiqadi. Endi nomi qo'yilgan soatga. Endi men o'ylaymanki, bu jamiyat ham sababchi. Oldin nimaga bunaqa avlod-mavlod bo'ldi? Yoshlar unaqa informatsiya internetlar yo'q edi, unaqa ochiq emasdi. Ma'lumotlar ochiq bo'lib ketdi-da hozir. Men katta ehtimol bilan shu Patek Philippe hozir farzandi boshqaryapti deb o'ylamayman katta ehtimol. Yo'q, boshqaryapti, lekin o'sha nimani istoriya bor-da. Endi men nima qilishim kerak deganda, men brend qurishim kerak. Masalan, Bravo mebel kompaniyasi bu keyinchalik ham davom etadigan brend bo'lishi kerak.
masalan men bolalarimga aytaman, masalan bizda strategiyalarimiz bor, 3 yillik, 5 yillik. Men aytamanki, уже hozirdan biz anaqa qilganmiz. Menga nimadir bo'lib qolsa, issiqjonmiz, nimadir bo'lib qoladigan bo'lsa, kim o'tiradi? Meni ham o'zimning oyligim bor ishxonada va o'sha deylik KPIga qilingan godovoy bonusim bor. U anaqadan tashqari. Olinadigan foydamdan tashqari o'zimning oyligim bor. Qachon meni o'rnimga mendan yaxshiroq odam olib kelib qo'ysanglar, ichariga ham aytganman. Mana shu yaqinda bir hafta oldin ham aytdim-da. Davay topmayapsanlarmi? Men strategik masalalar bilan ko'proq yana ham shug'ullanaman degan maqsad o'zi. Men o'ylaymanki, shu asosiy biznes egasi ko'proq strategiya bilan qilish kerak. Ko'pchilik operatsionka deymiz-ku, operatsionkadan chiqish kerak emas, lekin tizim solish, strategiya to'g'risida ishlash kerak deyman. Shu asosiy ma'lum masalam, shu ertaga issiqjonmiz, nimadir bo'lib qolgan paytda kompaniya davom etadigan tizim qurishga harakat qilamiz. Hali tugatmadik-ku, lekin jarayondamiz. Bobur aka, rahmat kattakon kelganingiz uchun, vaqtingizni, qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun. Hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Shunaqa biz yo'lga qo'yganmiz, shunaqa podkastlarni ko'paytirib borish uchun. Agar sizlarga yoqadigan bo'lsa, kommentariylarga yozib qoldiringlar. Keyingi mehmonimizni kimni olib chiqishni tavsiya qilasiz? Hamma uchun manfaatli bo'lish uchun, O'zbekiston tadbirkorlariga unumli, foydali ma'lumotlar bo'lish uchun yana kimlar bilan suhbatlashganimiz sizlarga qiziq bo'ladi. Izohlarda yozib qoldiringlar. Brauf Mebel. Ishonchli hamkor.